migratsiya agentligini vakolatxonasi roziligi bilan ishni almashtirish va buni almashtirganligi uchun javobgarlik va jarimalar haqida gaplashamiz. Mehnat shartnomasini bekor qilsa ish beruvchi bilan, demak bir qonun bo'yicha, Koreya qonunchiligi bo'yicha 1 oy ichida ish qidiruvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish kerak. 3 oy ichida demak u albatta o'sha Koreya Respublikasida yangi ish beruvchi bilan shartnoma tuzish kerak 90 kun ichida. Demak vatandoshlarimiz shu Koreyadan turib bizga murojaat qildiki, mana shunaqa bizga sud $2000 jarima qo'ydi deyapti. Shu bo'yicha hozir mana ijro hujjati keldi. Orqasidan 2-3 kundan keyin yana bittasi murojaat qilyapti. Uniki endi $6000. Har bir oy uchun $2000 miqdorida jarima qo'llanadi deb ogohlantirib va tilxatda yozilgan bo'lgan. Bu nima uchun kiritilgan? Bu ko'proq demak o'sha fuqaroni ishga bog'lab qo'yish maqsadida emas. Sanksiyalar qo'llash, jazolar tizimi Koreya qonunchiligida yo'q. Aslida biz qonunchiligimizda ham yo'q. Menda shunday tasavvur paydo bo'ldiki, aynan Hyundai'ga loyihaga alohida munosabat, ya'ni bularga qattiqroq ushlab turish, ko'proq ushlab turish. Yo'q. Boshqa loyihalarda unaqangi emas. Yo'q, hamma shartnomada bu bandlar bor. Pul yo'qligidan ketgan bo'lsa, qanchadir hajat qiladi, qanchadir uyga jo'natadi, boshqa qiladi. Bu haligi o'lgan ustiga tepgandek bo'lib holat bo'lyapti. Jarima qo'llash tizimi menimcha oqibati shu. Ya'ni migratsiya agentligiga ishonchsizlik hissini uyg'otadi. Assalomu alaykum. Joriy yilning 18-iyul kuni Janubiy Koreyaning Ulsan shahridagi HD Hyundai Heavy Industries kemasiy zavodida ishlab turgan 26 yoshli o'zbekistonlik vatandoshimiz o'sha ish joyida xavfsizlik talablarini bajarmagani sababli vafot etdi. Bu narsa Koreya matbuotida ham yoritildi. Bugun biz sizlar bilan mana shu Koreyaga ishga yuborilayotgan turgan vatandoshlardan tuzilgan shartnoma, tilxat, bo'lmaganda migratsiya agentligini vakolatxonasi roziligi bilan ishni almashtirish va buni almashtirganligi uchun javobgarlik va jarimalar haqida gaplashamiz. Bu uchun bizga studiyamizga ekspertlarni taklif qilganmiz. Xushkelibsizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chap tomonimda Islom aka Hamroyev migratsiya agentligini bo'lim boshlig'i, o'ng tomonimda Elbek Abdullayev mehnat huquqlari bo'yicha advokat. Xushkelibsizlar. Rahmat katta kelganlaringiz uchun. Islom aka, boshida bir tushuntirib bersak, mana shu Ulsandagi maxsus o'sha loyiha, ya'ni o'sha kemasiy zavodiga borish bo'yicha loyiha bilan umuman 7-9 orqali odatdagi boriladigan ishga yuborish jarayonida nima farqlar bor? Demak, rahmat savolingiz uchun. Endi 7-9 demak loyihasi doirasida biz bilamizki, bio'sda o'sha Koreyaga ishlash istagini bildirgan shaxslar EPSTOP imtihondan o'tadi. Ya'ni koreys tilini bilish imtihonidan. O'sha imtihondan o'tganlar keyinchalik o'sha mutaxassislik soha yo'nalish bo'yicha yana imtihon topshiradi. Demak, hamda o'sha imtihonlardan o'tgan, muvaffaqiyatli o'tgan shaxslar demak SPAS bazaga ularning ma'lumoti kiritiladi. Hamda Koreya ish beruvchisi bio'sda mana shu bazadan agar o'sha fuqaro, O'zbekiston fuqarosi unga ishlash uchun lozim degan topsa, demak uni tanlaydi. Hamda shu asosda shartnoma jo'natgandan keyin bio'sda viza olib, o'sha sog'lig'i bo'yicha ma'lumotlarni olgan holatda demak fuqaro 7-9 vizasi bo'yicha demak o'sha Koreya Respublikasiga ishga ketadi. Ya'ni 7-9 bilan Y7 vizasining asosiy anaqa farqli jihati shundan iboratki, Y9 bu umumiy demak o'sha demak 7da ko'proq o'sha mutaxassislik, ma'lum soha bo'yicha ma'lum malakaga ega bo'lgan shaxslar o'sha Koreya Respublikasiga ishga viza asosida ketadigan bo'lsa, 7-9da bunaqa talab demak joriy qilinmagan hamda talab etilmaydi. Malakasiz ishlar. Endi mana shu Ulsan shahridagi demak proyekt loyiha bo'yicha agar oladigan bo'lsak, demak o'sha Koreya hamda O'zbekiston memorandumidan tashqari o'sha Koreyani kompaniyalari, yirik sanoat korxonalari ham O'zbekiston bilan, xususan mana shu migratsiya agentligi bilan tuzilgan hamkorlik o'sha shartnomalar asosida o'zi uchun o'sha mutaxassislarni olib ketish tizimi yo'lga qo'yildi. Bu jarayonda bevosita o'sha Hyundai demak tashkiloti O'zbekistonda maxsus o'quv kurslarini tashkil qilish, o'sha fuqarolar malakasini oshirish, til o'qitish bo'yicha o'sha kurslarni joriy qilgan hamda demak tanlov e'lon qiladi. Erkin tanlovda qatnashib, o'sha kim agar o'sha borish istagini ko'proq endi bu kemasozlik sanoatida og'irroq faoliyat ko'rsatadi. Bu yerda ishlar og'irroq, buni tan olish kerak. Hamda mana shu jarayonda haqiqatan kim o'z xohishini bildirsa, haqiqatan o'sha shartlar asosida, mehnat shartlari, oliy ish haqiga agar rozi bo'ladigan bo'lsa, shu kurslarda o'qigandan keyin bevosita o'sha tegishli tarzda Koreya Respublikasiga ishga ketadi. Demak, asosiy farqli jihat shundan. Tushunishim bo'yicha shu Ulsandagi zavodga ishga borish osonroq, vaqti ham ozroq ketadi. Masalan, 2 yilgacha kutish mumkin bo'lsa, Ulsanda 3 oy davomida ketadi degan gap aytishyapti. Endi 2 yilgacha degani bitta narsani tushunishimiz kerak. Bir ham mana shu ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda shu narsa ko'tarilganda,
masalan o'sha Y9 vizasi orqali epstopik imtihonlarni topshirib ham imtihonlarni topshirgan shaxs 1 oy ichida ham ketishi mumkin. 1 yil ichida ham ketishi mumkin, 3 yil ichida ham ketishi mumkin. Demak, bu yana bir marta aytaman, Koreya ish beruvchisining demak o'sha tanlovga bog'liq. Agar ketmasligi ham mumkin, tanlamasligi ham mumkin. Mana ba'zida bo'ladi bizda mana shu Koreya Respublikasida ish joyini agar mehnat shartnomasini bekor qilsa ish beruvchi bilan, demak bir qonun bo'yicha, Koreya qonunchiligi bo'yicha 1 oy ichida ish qidiruvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish kerak. 3 oy ichida demak u albatta o'sha Koreya Respublikasida yangi ish beruvchi bilan shartnoma tuzishi kerak 90 kun ichida. Demak, mana shu u ham xuddi shu epstopik spas bazaga kiritadi. Ya'ni ish qidiruvchi, ish izlovchi shaxs sifatida ish beruvchi uni tanlasagina, demak u bilan mehnat shartnomasi tuzadi. 3 oy ichida agar u mehnat shartnomasini agar o'sha tanlamasa, mehnat shartnomasi tuzmasa, demak O'zbekiston fuqarosi Koreya Respublikasi hududini tark etishi kerak qonun bo'yicha. Endi kechirasiz, mana Ulsandagi loyiha bo'yicha ish beruvchi aniq. Demak, ularni tanlab o'qityapti turganimizda tanlab olgan. Ya'ni o'rtacha o'sha Ulsandagi loyihaga bormoqchilar qancha vaqt ketyapti Koreyaga? Deyarli men ma'lumotlarim bor. Hozir agar anaqa qilsangiz, statistik ma'lumotlarni ham aytishim mumkin. Mana demak 2025 Koreyaning Kyonsan-bukdo, Kyonsan-do hamda Ulsan metropolitan shahri bilan tuzilgan o'sha 7 bo'yicha hamkorlik memorandumiga asosan 650 ta jami fuqaro qayta tayyorlash kurslari jalb etildi. Ulardan 570 nafarga yaqin bitiruvchilar Koreyada ish faoliyatini boshladi. Deyarli bu 80% deyarli. Aytmoqchimanki, ariza topshirgandan qancha vaqt davomida ketadi? Yani tezroq ketadimi? Tezroq ketadi. Bu jarayon tezroq. Tezroq bo'ladi. Imtihonlar ham osonroqmi bunda? Yengilroqmi tushunishimcha? Yo'q, baribir epistopik imtihon topshirish kerak, chunki ish beruvchi albatta talablardan biri albatta koreys tilini bilish kerak fuqaro. Keyin o'sha yetarli o'sha haqiqatdan uni agar malakali diplom bo'lgan taqdirda ham o'sha o'zini malakali anaqalari bor, kurslari bor, ya'ni malaka darajasi bo'yicha o'sha kurslardan o'tish kerak. Men buni bekor so'ramayapman, chunki menga aytilyaptiki, o'sha ko'pincha migratsiyadagi vakolatxonasi xodimlar tomonidan, ya'ni ba'zi fuqarolarimiz bu yo'l Koreyaga borish osonroq bo'lganligi uchun, shunaqa oson yo'l bilan Koreyaga borib turib, keyin boshqa ishga o'tib ketishni rejalashtirishgan bo'lishadi oldindan degan gaplar ham bo'lyapti. Ya'ni shundan tushunmoqchimanki, tomoshabinlar ham tushunadi. Ya'ni ikkala bu Koreyaga borish farqi shunaqa pulsi yengilroqmi degan savol. Shunaqa haqiqatdan muddatlar yaqinroq, chunki bu yerda ish beruvchi aynan manfaatdor. Demak, Hyundai Industries tashkiloti manfaatdor, tezroq kadrlarni tayyorlab, tezroq olib ketib, tezroq ishga joylashtirish hamda ularni mehnatdan samarali foydalanish manfaatdor. Endi umumiy Y9 bo'yicha o'sha spas bazada ketganda u ish beruvchi endi xohlasa tanlaydi, xohlamasa. Lekin bu yerda aynan kompaniya o'zi manfaatdor bo'lgani uchun muddatlar qisqaroq hamda o'sha qisqa muddatlarda kadrlarni tayyorlab olib ketishni. Shunda mana shu kompaniya O'zbekistonda shu o'ziga baza yaratgan, o'qitishga boshqa albatta baza yaratgan. O'sha o'quv markazimi boshqa bor, o'quv markazlari tashkil qilingan. Shu o'quv markazlarida boya aytganimizdek koreys tili hamda bevosita o'zini o'sha sohasi bo'yicha kemasozlik bo'yicha tayyorgarlik ishlarini amalga oshirildi. Endi hammamiz bilamizki, eshitganimiz borib ko'rmagan bo'lsak ham, umuman olganda kemasozlik zavodida ishlash og'ir, ish og'ir, tushunarli. Endi mana shu tanlab olingan, o'qitilib turgan vatandoshlarimizga qanday yo'l bilan tushuntiriladi bu ishning og'irligi? Ya'ni odamlarimiz qayerdan biladi bu ish haqiqatan og'ir? Og'irligi darajasini qanday bilish mumkin bormasdan? Endi birinchisidan demak ketishdan oldin bu o'sha 252-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida ham bor. Har bitta ketayotgan fuqaroga ko'niktirish darslari o'tiladi. Ko'niktirish darslarida birinchidan o'sha shartnoma shartlari, keyin o'sha mehnat qilish sharoitlari, texnika xavfsizlik qoidalari, keyin o'sha yuqumli kasalliklardan profilaktika masalasidagi kurslar o'tiladi. Diniy ekstremizm, terrorizmga qarshi bevosita profilaktika, o'sha o'zida immunitet hosil qiladigan kurslar tashkil qilib, psixologik holatini demak o'sha yerda chet elda borgandan keyin psixologik muhitda o'zini qanaqa tutish kerakligi to'g'risidagi kurslar o'tkazadi. Bu majburiy. Demak, mana shu kurslarda bevosita ko'niktirish darslarida, undan tashqari o'sha Hyundai Industries tomonidan o'sha o'tkaziladigan kurslarda, darslarda ham bu haqda batafsil tushuntiriladi. Bu o'sha tegishli slaydlar, ish joyidan olingan video tasvirlar orqali tushuntiriladi. Ish haqi u yerda qanaqa? Bu ish haqi endi $1,5 ming dollardan yuqori. Ya'ni Koreyada o'sha qonunchilik bo'yicha eng minimal ish haqidan boshlanadi deb tushunishda. Shunaqa. Minimal ish haqidan. Endi mana hozir migratsiya agentligi bilan fuqarolar o'rtasida tuzilib turgan mana xizmat ko'rsatish shartnomasi bor. Hozir ko'p muhokama qilinib turgan. Mana shuni mana 423, va 423 va 426 bandlari bor.
Yana bu yerda endi asosiy masala albatta vatandoshlarimizga talab qo'yilyaptiki, noqonuniy o'chib ketmasin, o'sha noqonuniy ishlamaslik, u yerdagi masalan har qonun buzmaslik, boshqa ish talablarini, qonuniy talablarni bajarish va bu yerda yana bir muhim joyi borki, ya'ni agar ishni o'zgartirish niyati bo'lsa, albatta u migratsiya agentligini Koreyadagi vakolatxonasini ruxsati bilan o'zgartirishimiz. Va agar mana shu shartlar bajarilmagan taqdirda, mana shartnomaning 5.2 bandi yozilgan, har bir oy uchun 2000 AQSh dollari miqdorida jarima qo'llanadi deb ogohlantirib va tilxatda yozilgan bu narsa. Endi savol tug'iladi. Bu aynan mana shu vakolatxonani roziligini so'rash talabi, tushunishim bo'yicha men eski 2023-yilgi shartnomani ham ko'rdim. U yerda bunaqa talab yo'q ekan, aynan mana shunaqa talab. Ya'ni bu nima uchun kiritilgan? Tushunarli. Savolingiz uchun rahmat. Albatta har bitta o'sha qilinayotgan ishlar, migratsiya sohasidagi demak islohotlar, mana hozirgi kunda diversifikatsiya jarayonida yangi davlatlar, yangi o'sha ish o'rinlari, yaxshi oylik maosh to'lanadigan ish o'rinlari, rivojlangan davlatlarga ish o'rinlarini topish asosiy vazifa qilib belgilangan. Shu bilan birgalikda bizda an'anaviy bo'lgan mana shu Koreya davlati bilan bo'lgan munosabatlarni yanada rivojlantirish. Xabaringiz bor, mana shu oldingi yilga nisbatan kvotadan nisbatan qisqargan. Masalan, shu 2025-yil demak Koreya Respublikasi Bandlik va mehnat vazirligining Tashqi ishlar vazirligi orqali migratsiya agentligiga yo'llagan xatida mana shu kvotalarning kamayishiga, bevosita o'sha borgan fuqarolarimiz 6 oy o'tmasdan ish joylarini almashtirishi hamda noqonuniy maqomga o'tib ketishi kabi holatlar asossiz ko'rsatilgan. Hamda shu migratsiya agentligidan misol uchun kerak bo'lsa tegishli choralar ko'rishni, ertaga bu yana kvotaga demak ta'sir qilish mumkinligi haqidagi tavsiyalar berilgan. Demak, bu birinchi masala. Demak, biz mana shu migratsiya siyosatini qo'llab-quvvatlab, demak kelajakda demak shu kvotalarni yanada kengaytirish, fuqarolarimizni o'sha xorij davlatlariga oqimini yanada ko'paytirish maqsadida albatta mana shu xorijiy hamkorlar, xorij davlatlarini fikrini ham eshitishimiz kerak. Demak, ularning talablari, ularning e'tirozlari asosida demak mana shu shartnomalarga tegishli demak o'zgartirishlar kiritilgan. Hamda bu yerda bitta narsani aytib o'tish kerakki, shartnomaning o'sha bandlarga kiritilgan o'zgartirish bu ko'proq demak o'sha fuqaroni faqat o'sha ishga bog'lab qo'yish maqsadida emas, faqat rozilik olish masalasi haqiqatdan fuqaro borgandan keyin, ishga joylashgandan keyin o'sha korxonada qaysi maqsadda ish joyini tark etyapti. Balki o'sha ish joyini tark etishga sabab bo'lgan asosiy omil bu o'sha ish beruvchining unga bo'lgan demak o'sha nomunosib qanaqadir xatti-harakatlaridir. Tazyiqi natijasida ishdan bo'shayotgan bo'lishi mumkin yoki sog'lig'ini yomonlashganligi yoki oilaviy mana shu narsa. Chunki ana konstitutsiyamizda ham bilasizlarki, demak O'zbekiston huquqi O'zbekiston hududida ham chet davlatda ham fuqarolarni huquqini himoya qiladigan normamiz bor. Demak, biz bilishimiz kerakki, fuqaromizga nima bo'lyapti. Bu nazorat ko'rinishdagi tadbir emas yoki bo'lmasa nazorat ko'rinishdagi qanaqadir holat emas. Bu faqat fuqaroni ogoh qilish. Ertaga mana san bevosita mana shu nima sababdan ketayotganliging, ertaga san noqonuniy maqomga tushib qolish mumkin. Chunki 3 oy davomida demak san ishga joylasha olmasliging mumkin. Ertaga noqonuniy maqomga tushsang, demak bu mehnat shartnomasi yo'q degani. Bu har qanday imtiyozlar, sog'liq, ijtimoiy sug'urta bilan bog'liq imtiyozlarni yo'q degani. Undan tashqari o'sha davlatda noqonuniy bo'lish ertaga boshqa oqibatlarni keltirib chiqarish, deportatsiya, bevosita unga nisbatan jarima yoki boshqa oqibatlarni keltirib chiqarish mumkin degan ma'noda uni aynan ish joyidan bo'shab, haqiqatdan yangi ish joyi kirayotgan bo'lsa, haqiqatdan ish joyi bormi, yo'qmi yoki kelajakda kafolati bormi bu narsani degan ma'noda u bilan mana shu munosabatlarni shakllantirish uchun kiritilgan modda. Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, birinchi masala o'sha noqonuniy migratsiyani oldini olish. Albatta. Bundan tashqari o'sha siz aytganingizdek, masalan, ish beruvchilarni vatandoshlarga nisbatan qilingan qandaydir harakatlar, noqonuniy harakatlar bundan xabardor bo'lishilar. Albatta. Shu asosiy masala qo'yapti. Endi mana savolda mana shu narsani xat keldi deyapsiz Koreyadan. O'zi bir statistik ma'lumotlar bormi? Masalan, aynan Janubiy Koreyaga borgan vatandoshlarimizni necha foizi shunaqangi noqonuniy holatga o'tib ketganligi yoki bir deylik ishdan almashtirishganligi haqida bir mana shu xatti-harakatlar, qilingan chora-tadbirlar Koreya Respublikasi hamkorlar bilan qilingan ishlar natijasida masalan 2022-yildagi 9549 nafardan mana noqonuniy maqomda bo'lgan. 2022-yil bu. 2025-yilda 7375 nafarga tushdi. Ya'ni 2174 nafari yoki 22.8% ga kamaygan. Demak, bu o'ylaymanki, yaxshi natija. Haqiqatdan fuqarolarimiz balki o'sha sanksiya, jarima masalasidagi o'sha qanaqadir ertaga shu holatga tushib qolmasligini
bilish yoki bo'lmasa haqiqatdan qonuniy ishlash muhimligini, ertaga noqonuniy ishlash qanday oqibatlarga olib kelishini to'g'risidagi tasavvurlarni hosil bo'lishi natijasida balki shu statistika kamayib boradi. Buni hattoki o'sha bevosita shu migratsiya agentligini Koreya Respublikasi elchisi bilan bo'lgan, favqulodda miqdor elchisi bilan bo'lgan anaqada ham ular ham anaqa qildi. Haqiqatdan o'sha nima deydi, noqonuniy migrantlar soni O'zbekistonda kamayganligi e'tirof etildi. Yurtning atrofidagi son, o'zi umumiy biz yuborgan muhojir ishchilarda son necha foiz tashkil qiladi? Ya'ni qanchalik ko'p demoqchimiz? Ya'ni mana shunaqangi O'zbekiston fuqarolar orasida noqonuniy ish ishlab turganlar sonini shunaqa ko'pmi? Ya'ni ular tomonidan xat kelishiga sabab bo'lib turgan darajada. Endi bu bitta bizda emas, bitta biz ham muammomiz emas. Bu boshqa davlatlarni fuqarolari ham orasida noqonuniy demak maqomda yurganlar, ishlayotganlar bor. Endi bitta narsaki, bizada aynan migratsiya agentligi O'zbekiston Respublikasida Koreya Respublikasida noqonuniy maqomda ishlayotgan fuqarolarni qanaqadir olib kelish, ularni masalan majburiy tartibda O'zbekistonga qaytarish choralari yo'q. Bu boshqa davlat hududi. Demak, u boshqa davlatni vakolatli organlarining kompetensiyasi. Demak, o'sha deportatsiya qilish, jarima qilish, boshqa. Shuning uchun ham biz bevosita mana shu faqatgina ketishdan oldingi ko'niktirish darslarida mana shu narsa haqida gapirish, mana shu shartnoma shartlariga shu bandlarni kiritish orqali, ularni ogohlantirish orqali shu narsaga natijaga erishmoqdamiz. Tushundim. Endi aytmoqchimanki, masalan, bu aytilib o'tgan 7000 atrofidagi raqam, bu tushunishim bo'yicha bu hammasi migratsiya agentligi orqali uyushtirilgan holda ishga yuborilgan odamlar emas. Ya'ni o'zlari o'qishga borib qochib ketgani ham bor, boshqa masalan borganlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni men aytmoqchimanki, sizlarda statistika bormi? Aynan migratsiya agentligi tomonidan yuborilgan faloncha fuqarodan falonchasi shunaqa noqonuniy o'tib ketgan degan. Ya'ni aslida uyushgan holda yuborilganlar, tashkilotga yuborilganlarni bunaqa soni ko'pmi, ko'p emasmi? Endi mana misol uchun biz nima qilamiz? Mana shu noqonuniy maqomda o'tib ketganlarni doimiy monitoringini qilamiz. Bu yo'l qo'yilgan migratsiya agentligida, ya'ni o'sha spas bazasidan ma'lumot olamiz. Ya'ni spas bazasida bevosita shunaqa ma'lumot borki, fuqaro ishga bordi, Koreyaga bordi, ishga joylashdi. Demak, ish joyini demak o'zgartirdi yoki shartnomani bekor qildi. 3 oy ichida ishga kirdimi yo'qmi degan o'sha anaqa grafalar bor. Demak, mana shu demak agar biza taxmin qilib spas bazidan haqiqatdan 3 oy ichida ishga kirmaganligi, noqonuniy maqomdaligini biladigan agar shunaqa ma'lumot oladigan bo'lsak, keyin o'sha biza sud kecha nizolarni hal qilish tartibini boshlaymiz. Ya'ni talabnoma jo'natamiz, kafilga xat jo'natamiz, filiallar orqali uyiga borib, qani u qayerda yuribdi o'zi, bu 3 oy oldin ishga tashlab ketgan ekan, ishga kirmagan, mana spas bazida ishga kirmagan turibdi. Uni tushundim. Ertaga oqibat kelib chiqadi. Necha foizi noqonuniy bo'lgan hadi? Masalan, 2026-yilda biz 17 ta fuqaroni aynan noqonuniy maqomda bo'lgan fuqaroga nisbatan da'vo kiritganmiz. 26-yilda. Sudlar tomonidan bu qanoatlantirilgan. Endi umuman tushunarli. Aytmoqchimanki, baribir masalan sizlar yuborgan fuqarolarning necha foizi noqonuniy holda yuribdi degan savolga javob topmoqchiman. Ya'ni aslida bu bo'rtilgan masalami yoki haqiqatan ham bu dolzarbmi? Ya'ni biz fuqaroni asosan qonuniy ishlashadimi yoki noqonuniy ishlaganlar ko'proqmi degan savolga javob olmoqchiman. Endi qarang, qonuniy ishlayotgan fuqarolar ham bor. Ko'pchilik tashkil qiladi. Noqonuniy ishlashning asosiy sababi nima? Masalan, o'sha oylik ish haqini kelib chiqadigan bo'lsak, Islom aka, uzr, men sababini keyin gaplashamiz. Ya'ni men sonni haqida bilmoqchiman. Ya'ni masala qanchalik dolzarbligini. Ya'ni mana xat keldi deyapsiz 2025-yilda. Demak, xatga nimada turtki bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni misol uchun Koreyada 100 ming fuqaro bo'lsa 9 ming bo'lsa, bu ondan 1%, 10% shunaqami degan bir haligi bir. Endi men aytdim, mana statistika 22-yildan 25-yil statistikani aytdim sizga, 22% kamagan. Demak, soni ham mana 2174 nafarga kamaganligi haqida ma'lumot. Demak, kamayib ketindi desa bor, umumiy sonida hozircha ma'lumotimiz yo'q. Mana endi qarang, mana shu aynan shu xizmat ko'rsatish shartnomasini shu vakolatxonadan ruxsat olish bandiga vatandoshlarimiz asosan mana shu Ulfandagi zavodni ishlari, hozirgi kunda ishlari bizga murojaat qilishyapti ko'pchilik va Koreya tomonidan ham shu nima bo'lyapti, ya'ni e'tiroz bildirilyapti. Mana shu endi o'zi aslida vakolatxonadan ruxsat olish jarayoni qanaqa va qanday holatlarda vakolatxona ruxsat beradi boshqa ishga o'tishga? Tushunarli. Demak, bevosita bu ruxsat berish masalasi avvalo agar fuqaro masalan shunday dastur bo'yicha borgan bo'lsa, demak shu ish joyida sog'liq to'g'ri kelmayotgan bo'lsa yoki oilaviy sharoit, masalan ba'zilar aytadi, "Yo'q, men qaytib kelmay ishlamayman" deydi. O'zbekistonga qaytaman deydi.
yoki bo'lmasa boshqa holatlar ham bor. Endi bir nechta hozir mana aynan shu masala bo'yicha biyosi mana shu tartib ishlab chiqilyapti. Undan tashqari shartnomaga o'sha fuqaro kafil hamda demak agentlik o'rtasiga xizmat ko'rsatish shartnomasini bandlariga tegishli o'zgartirishlar kiritilyapti. Demak, mana shunaqa holatlarda bevosita fuqaro vakolatxonaga murojaat qilish kerak. Murojaat qilish bizda aynan masalan elektron pochta yoki boshqa har turdagi ham elektron pochta orqali ham boshqa aloqa vositalari ham orqali ham murojaat qilish mumkin. Murojaat qilgandan keyin vakolatxona ko'rib chiqadi, haqiqatdan o'sha fuqaro solig'i to'g'ri kelmasa o'sha joyda ishlashga yoki jiddiy sabablar bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa e'tiroz bildirmang. Mana o'tgan yil mana shu yil hisobida 26-yil hisobida bevosita 35 dan ortiq murojaat bo'lgan bo'lsa, deyarli 30 tasiga demak e'tiroz bildirilmagan hamda ular boshqa ish o'sha mehnat shartnomasini bekor qilib boshqa ish joylarida mehnat faoliyatini olib bormoqdalar. Mana soliq ko'tarmagan degan masalani u tushunishim bo'yicha tegishli tibbiy muassasadan bir qanaqadir ma'lumotnoma olib tasdiqlash kerak bo'lsa kerak. Albatta. Endi bitta narsada, masalan, meni sog'lig'im yomon bo'lsa ham, siz sog'lig'ingiz yomon bo'lsa ham, birinchi boradigan joyimiz albatta tegishli tibbiy ko'rikdan o'tamiz. Tibbiy ko'rik haqiqatdan aytadiki, yo'q, sen bu joyda ishlashing mumkin emas yoki bo'lmasa og'ir yuklarni ko'tarishing mumkin emas. Masalan, grijeng bor yoki boshqa holatlar bor degan svедения bo'lgandan keyin shuni asos qiladi. Bevosita hech qanaqa muammosi yo'q. Endi deylik, misol uchun mana ish og'irligini hammamiz bilamiz. Fuqaro ham o'zi bilib borgan, javob tushunadi u narsa. Sog'liq jihatdan nimasi yo'q, tibbiy jihatdan muammosi yo'q, sog'. Lekin shu og'ir ishda balki ilgari o'rganmagandir muqobil qilishga. Ya'ni ma'lum bir davr ishladi. 3 oymi, 1 oymi qancha ishlagasa ham ishladi. Mana shu ishdan ma'nan jismonan qiynalyapti-da. Shunday fuqarolar nima qilish kerak? Qonun buzmaslik. Marhamat, vakolatxonaga endi hozirgi shartnoma bo'yicha hali bu shartnomalar o'zgartirib aytgandek tegishli o'zgartirish kirityapti. Vakolatxonaga sabablarni ko'rsatsa, balki vakolatxona haqiqatdan asosli topsa o'sha yerda ishlay olmasligi, ish beruvchi bilan balki qanaqadir munosabatlarida ziddiyat bordir yoki bo'lmasa mehnat sharoitlari o'sha tegishli tartibda unga to'g'ri kelmasligi, yotish sharoitlari boshqasi to'g'ri kelmasligi agar haqiqatdan holat aniqlangan bo'lsa, vakolatxona hech qachon yo'q degan bir javob bergani yo'q. Xo'p, tushunarli. Endi Koreyada qonunchilik bo'yicha mana 3 marta ishni o'zgartirish mumkin ekan. Koreya qonun ruxsat beryapti endi fuqaroga. Endi shu yerda mana Koreya tomonidan hozir o'sha o'qigan bo'lsangiz kerak, Koreyada bir qancha ovullar tomonidan e'lon qilindi. Ularda mana o'sha masalani koreyalik advokatlar, yuristlar tomonidan bir qancha nimalar e'tiborlar olingan. Ya'ni aytish bo'yicha bular aynan mana shu bandi va mana jarimani o'zi odam savdosi va mehnat majburiy mehnatga tushishi mumkin. Ya'ni bu narsa Koreya qonunchiligi bilan taqiqlangan. Va ular hatto misol keltirishdi, mana adashmasam Filippin bilan bo'lgan holat bo'lgan ekan. Ya'ni 2022-yilda Filippin fuqarolarning shaxsan 60%ni maxsus bir hisobga o'tkazib qo'yib, keyin qonuniy ishlab uyga borgandan keyin berishsa kerak. Mana shu narsa Koreya tomonidan inson huquqlariga zid deb topilgan ekan, bekor qilingan ekan. O'zi mana savolda hozir oxirgi paytda jurnalistlar murojaat qilganda Koreya tomonidagi o'sha bandlik vazirligi, ish beruvchilar, boshqalar aytayaptiki, biz bu bilan 3 tomonlama shartnomadan tilxatdan xabarimiz yo'q. O'zbekiston tomoni o'zining ishi, biz buni taqiqlagan emasmiz degan aytayapti. Siz bilan bilsak, o'zi Koreya tomoni bundan xabari bormi yo'qmi shartnomadan? Endi bitta narsada, demak, hozirgi mana 3 tomonlama xizmat ko'rsatish shartnomasini ishtirokchilari, taraflari bu agentlik, fuqaro hamda kafil. U yerda Koreya Respublikasini qanaqadir bir HR yoki bo'lmasa boshqa tashkilot taraf emas. Shuning uchun ham u bu shartnomalar bo'yicha majburiyatdan olmaydi, huquq majburiyatga ham ega emas. Hamda bevosita bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bu shartnomalar O'zbekiston Respublikasi qonunchilik bo'yicha tuzilgan. Shuning uchun ham bu yerda aynan demak o'sha tashkilotlarni endi bilishi, bu shartnomani olishi yoki shartnomani tahlil qilishi bu ularning huquqi. Agar shu shartnoma kerak bo'lganda, mana yaqindan so'rashdi. Shartnoma kerak bo'lganda, haqiqatan shartnomani tahlil qilib, uni mazmunini, demak, qonunchilikka to'g'ri kelishini agar tahlil qilmoqchi bo'lsa, marhamat, biz ochiqmiz. Demak, biz shaffofmiz. Mana sizlarga shartnoma berildi-ku, misol uchun. Yo'q deyilmadi, boshqa qilinmadi. Shuning uchun ham biz har qanday tashkilot bilan, hamkor bilan ochiq muloqot qilishga tayyormiz. Ya'ni shu paytgacha ular bu tomonga qiziqmagan, bilmagan demoqchisi. Ya'ni bu shartnomadan xabar yo'q, tilxatdan xabar. Endi uni bilmayman, ular qiziqqanmi, xabari bormi, yo'qmi? U haqda menda ma'lumot yo'q. Aynan ularning xabardorligi, xabardor emasligi masalasidir. Chunki ular shunaqa o'zlarini jurnalistlar shunaqa javob beryapti, xabarimiz bo'lmagan.
Chunki bu masala shunday ko'tarilyaptiki, agar ertaga bu narsa haqiqatdan ham o'sha deylik xalqaro konvensiyalarga zid deb topiladigan bo'lsa, bu narsa hattoki mana shu zavodni mahsulotlarini Yevropa ittifoqi yoki AQSh tomonidan olinmasligiga, qabul qilinmasligiga olib kelishi mumkin degan narsa aytilyapti. Shu tomondan biz ikkinchi tomondan mana ko'p gaplashganimizda aytiladiki, aynan u ish berish tomonlari ko'p qo'yadi. Ishchilar ketib qolmasin, tez ketib qolyapti, qonun chiqib ketyapti deb qandaydir choralar ko'riladi ishlar tomoniga migratsiya agentligiga talab qo'yishni aytgansizlar. Ya'ni shu talab qo'ygan taraf shu narsadan nima qilsalar, qanday chora ko'rganlaridan bexabar qolganmi degan bir savol bo'lyapti. Ya'ni xabari bo'lgan bo'lsa kerak baribir. Nima chora ko'rilyapti O'zbekiston tomonidan ushlab qolish uchun odamlarni. Endi masalan bu shartnoma ixtiyoriy tuzilgan. Jarima masalasi bu ochiq shartnoma masalan sudlarda ham ko'rilgan, muhokama qilingan, yopiq emas. U qanaqadir bir yopiq turdagi hujjat emas. Shuning uchun ham uni bemalol olish, o'rganish, tahlil qilish kerak bo'lsa, taraf o'zini fikrini bildirish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bizda hech qanaqa bu borada muammo bo'lmagan. Shunday. Elyor aka, mana siz mana mehnat huquqlari bo'yicha mutaxassis advokatsiz. Sizni mana shu mana ko'rib chiqdingiz, shartnomani ko'rdingiz, eskisini yangisini ham. Siz mutaxassis sifatida fikringiz qanaqa? Ya'ni O'zbekiston ham bir qancha o'sha xalqaro mehnat tashkiloti, boshqa bir xalqaro tashkilotlarning komissiyalarning a'zosi ekan, qabul qilgan ekan. Shundan kelib chiqib sizni yurist sifatida fikringiz, mana shu bandiga qo'yilayotgan turgan Koreya tomonidan qo'yilayotgan e'tirozlarga nima deysiz? Haqiqatda biz buni o'rganib chiqdik. O'rganishimizga sabab biz o'sha demak faoliyatimiz aynan mehnat huquqiga oid bo'lganligi uchun bizga ko'p murojaatlar tushadi shu mehnat nizolari bo'yicha. Shunda shu koreyalik vatandoshlarimiz shu Koreyadan turib bizga murojaat qildiki, mana shunaqa bizga sud bizni birinchi demak murojaat qildik, o'sha $2000 jarima qo'ydi deyapti. Shu bo'yicha hozir mana ijro hujjati keldi. Men suddan anaqa xabarim yo'q, lekin ijro hujjati keldi. Shu bildim shunaqa. Keyin shu bo'yicha keyin qiziqishimiz ortdi. Orqasida 2-3 kundan keyin yana bittasi murojaat qilyapti. Uniki endi $6000 jarima qo'ygan. Keyin biz ular bilan surishtirib gaplashib nima bo'lgan edi desak, mana shunaqa ishlardik, ketganmiz migratsiya agentligi orqali. Shartnomaga imzo qo'yganmiz haqiqatda. O'sha zavodda ishlaganimizdan keyin bittasi aytdi sababini, o'sha oliy ish haqini bermadi. Cho'zib yurdi deydi. Ana undan keyin haqiqatda vakolatxonamiz bor edi, unga telefon qildik. Menda shunaqa muammo. Endi o'sha telefonning nimalarida ham anaqalari bor ekan, tasdiqlari bor. Shunaqa muammo, ish beruvchi bermayapti, mana shunaqa bo'ldi. Uni vakolatxona xodimi aytayapti, ha, mayli hal qilamiz. U cho'zilib kelyapti, bir necha suhbat bo'ladi. Ana undan keyin boshqa o'sha Koreyadagi boshqa ish beruvchiga, demak, bek arizasini yozib, boshqa ish beruvchiga o'tib ketyapti. Ya'ni boshqa zavodga o'tib ketyapti. Qonuniy ishlaydimi? Qonuniy ishlaydi, ha, qonuniy. Keyin o'sha sud qarorini o'rgansin. Sud qarorida yozyapti. Endi sudya ham qanaqadir haligi nima bo'lganmi? Bu deyapti, qarorda yozib ketyapti, noqonuniy, nolegal o'tib ketgan ekan, noqonuniy ishga o'tib ketibdi. Shuning uchun jarima shartnoma bandi bor, shunga asosan deb turib jarima qo'llayapti. Demak, ruxsat olmaganligi emas, balki noqonuniy ish ketganligidir deydi. Ha, bitta sud qarorida shunaqa deydi. Bitta sud qarori. Ikkinchi sud qarorida unaqa emas, o'sha shartnoma shartlarini bajarmagan. Shuning uchun demak, jarima tortilishi kerak, haqiqatda rozilik olinmagan ekan deb turib ketyapti. Endi bizni qiziqtirgan narsa o'sha shartnomani ko'rdik, bandini ko'rdik. U yerda nafaqat nolegal bo'lsa degan. Umuman ruxsatda yozma roziligini olmagan bo'lsa vakolatxona shunda har bir oy uchun $2000. Bu bizning fikrimizcha bu inson huquqlarining buzilishi. Qaysiki mehnat qilish huquqining buzilishi. Uni keladigan bo'lsa, o'sha konstitutsiyaning 42-moddasi o'shanda demak, har bir demak fuqaro shaxs erkin mehnat qilish, erkin ish joyini, o'ziga to'g'ri keladigan ish joyini tanlash huquqiga ega degan. Bu konstitutsiyadan keladigan bo'lsa, ana undan keyin mehnat kodeksining 6-moddasi bor. Demak, mehnat erkinligi hamda majburiy mehnat, ya'ni ikkala shu nima deydi, moddaning nomi ham shu mehnat erkinligini ta'minlash va majburiy mehnat bitta moddada keladi. 6-moddasi ta'rif berib ketilganki, har kim demak erkin mehnat qilish huquqiga ega va majburiy mehnatga ham ta'rif berib ketilganki, o'sha shaxs o'zini ixtiyoriy ishini qilmasdan qandaydir jazo qo'llash tahdidi ostida shu majbur bo'lish degan ta'rif berilgan va bunda o'sha jazolashni turlariga demak ruhiy, jismoniy va moddiy jazo berish tahdidi ostida demak qanaqa bir shu ishlarni talab qilish o'sha majburiy mehnat kiradi degan.
Aslida mehnat kodeksimizda bu narsa o'sha xalqaro mehnat tashkilotini 1930-yilda demak qabul qilingan majburiy mehnat to'g'risida konvensiya bor. Xuddi shu ta'rif o'sha konvensiyada bor. Biza O'zbekiston davlati bu konvensiyani 1997-yilda ratifikatsiya qilgan, ya'ni shunga tasdiqlagan. Ya'ni shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, biz o'yladik, ko'rdik, qaradik. Bu o'sha sharti, ya'ni o'sha sharti noqonuniy, ya'ni qonunga zid, ya'ni konstitutsiyaga zid degan fikrimiz mavjud. Sababiki noqonuniy bo'lsa, nolegalga mayli e'tirozimiz yo'q, sababi hamma qonuniy ishlash kerak, boshqa qilish kerak. O'sha uch tomonlama shartnomani o'zini ko'radigan bo'lsangiz ham shartlar yozilganki, fuqaro Koreyaga ishga joylashgandan keyin Koreya qonunchiligiga asosan harakat qiladi degan. Ya'ni Koreyada ishlayaptimi, demak Koreya qonunchiligiga amal qilish kerak. Itoat qilish kerak. Mana hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, biz surishtirganimizda ham Koreya qonunchiligi asosan unaqa qonuniy tarzda bir ish beruvchidan ikkinchisiga o'tayotganda hech qanaqa kimnidir ruxsati yo'q, boshqasini so'rash degan narsa yo'q. O'sha 7-9 bo'yicha demak 3 marta almashtirish huquqiga ega. Shu cheklov bor xolos. Lekin yana qaysidir 3-chi odamdan, shaxsdan ruxsat so'rash, ruxsat bermasa qanaqadir sanksiyalar qo'llash yoki jazolar tizimi Koreya qonunchiligida yo'q. Aslida biz qonunchiligimizda ham yo'q. Bu narsa biz qonunchiligimizda ham yo'q. Lekin qandaydir bo'lib o'sha migratsiya agentligining o'sha 3 tomonlama shartnomasiga shu narsa. Endi mana shu yerda bitta narsalarda siz mehnat qonuniga qilyapsiz, bular mana fuqarolik xizmat ko'rsatish shartnomasi. Ya'ni bu mehnat shartnomasi bor va emasda xizmat ko'rsatish shartnomasi. Shu tomonni olganda, yana shu siz aytib o'tgan konstitutsiyaning moddasi yoki mehnat qonunchiligi yoki o'sha xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyasi bunga tushadimi? Ya'ni shu asosda buni noqonuniy topish mumkinmi? Qarang, buni noqonuniy topish mumkin. Mana hozir mehnat qonunchiligi bilan fuqarolik qonunchiligini solishtiryapmiz, lekin fuqarolik qonunchiligidagi o'sha har qanday bitimda ham agar u shartlar yoki bitim qonunga zid bo'lsa, u o'z-o'zidan haqiqiy emas deb topiladi. Ya'ni fuqarolik qonunchiligidan mehnat qonunchiligi o'sha bir xil qoladi. Ya'ni qonunga zid bo'lmasligi kerak o'sha shart. Misol uchun deylik, o'sha ikki tomonlama shartnomada yozib qo'yishimiz mumkin. Hop, demak $2000 jarima to'ladi, keyingi bandiga yozib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun qo'pol qilib misol keltiraman, shu Koreyaga ishga joylashtirgandan keyin pasportini demak agentlikda yoki qanaqadir nimasiga qo'yib qo'yadi degan. Unda ham aytish mumkin, mana imzo qo'ydi, rozi bo'lgan, fuqaro ixtiyoriy shartnoma tuzilgan. Deyish mumkin, lekin o'sha noqonuniy bo'lgani uchun bu haqiqiy emas deb topiladi. Sababi u mumkin emas, kimdir pasportini olib qo'yish, boshqa qilib qo'yish. U noto'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni faqatgina shartnomaga qo'ygan, bilib o'zi imzo qo'ygan, u shartnoma shartida bor, u demak men bunga haqliman deyishdi o'zi u har doim to'g'ri bo'lmaydi. Xo'p, mana shu bo'yicha men o'zim ham fikrimni bildirsam bo'ladi. Bitta so'rab olayım. Mana shu masala bo'yicha deylik, nima sizlarda bir sud amaliyoti bormi? Masalan, sudda qatnashganmisizlar, natijalari qanaqa bo'lgan? Ya'ni biz O'zbekistonda mana shu ishlar bo'yicha biron marta sudlar sizlarda bir fikrlarga qo'shilib bekor qilgan holatlar bormi shu shartnoma? Bunaqa holatlar bor. Aynan demak migratsiya masalasida emas, boshqa misol uchun mana mehnat shartnomalari bor. Mehnat shartnomalarida ish beruvchilar demak o'zlariga demak qulay bo'lgan, qonunga zid bo'lgan qanaqadir shartlarni kiritib oladi. Shu nima deydi, xodimni boshqarish oson bo'lishi uchun ko'proq qilib aytgan. Shunaqa holatlarda biz uni shartnoma shartini bekor qilish haqida sudga chiqamiz va sudlar buni bekor qilib beradi. Sababi o'sha kodeksda yozib qo'yilganki, kodeksda belgilangan huquqlardan tashqariga chiqib xodimni holatini og'irlashtiruvchi har qanday shu normalar yoki qoidalar noqonuniy bo'ladi va o'z-o'zidan haqiqiy emas deb topilishi kerak. To'g'ri. Demak, aynan bu masalada hali unaqa yo'q. Yo'q, bu masalada hali yo'q. Bu masala endi mana yangi chiqib nima bo'layotgan bo'lgani uchun shunaqa yo'q. Demak, hozir har bitta fikrlarida hurmatli advokatimiz demak noqonuniy degan so'z ishlatdilar. Men bitta narsani diqqatingizga e'tibor qaratishni xohlardim. Fuqarolik kodeksi, chunki biz fuqarolik munosabatdan kelib chiqib shartnoma tuzganmiz. 259, 260, 261 moddalarda majburiyatlar hamda majburiyatlarni ta'minlash, bajarishni ta'minlash masalasi ko'rsatilgan. Majburiyatlarni ta'minlash sifatida, neustойка turi sifatida jarima hamda penya ko'rsatilgan. Demak, jarima qo'llash masalasidagi holat
bu yerda hech qaysi nima deydi fuqarolik kodeks normalariga zid emas. Bu birinchisi. Vazirlar Mahkamasini 2015-yildagi 313-sonli qarori ham bor. O'sha qarorda ham bevosita aynan xorijga tashkillashtirilgan holda ishga ketayotgan fuqarolarga qonunchilikni buzgani uchun bevosita boshqa bir holatlarda demak o'sha kafillik tizimini institutini joriy qilish shartnomalariga kiritish hamda bevosita demak jarima jarimaga tortish bo'yicha normalarni kiritish belgilangan. Biz hattoki buni xususiy bandlik agentliklariga ham tavsiya qilganmiz shu paytda. Aytmoqchimanki, barcha normativ hujjatlar biza o'sha normativ hujjatlardan chiqib ketgan holda bu shartnomaga band kiritilmagan. Qolaversa, shartnomaning bu bandi hali haqiqiy emas topilmagan, bekor qilinmagan, hamma sudlar tomonidan ko'rib chiqilib, sudning adolatli qarorlari qabul qilingan. Bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, hozir shunday bir vaziyat kelyaptiki, xuddiki migratsiya agentligi faqat o'sha jarima tortish maqsadi jarima fuqarolarni qanaqadir noqulay vaziyatga solib qo'yish. Yo'q, bu ko'proq bu profilaktika. Bu ko'proq o'sha fuqarolarni kelajakda o'sha ish joyini tashlab ketib, ertaga o'zi nolegal maqomga tushib qolmaslik, ish topa olmasdan boshqa bir jinoiy xatti-harakatlarga qo'l urmaslik uchun qilinayotgan tadbirlar. Qolaversa, bevosita mana shu migratsiya agentligi tomonidan xos statistikani ham aytdim, haqiqatdan nolegallarning anaqasi soni kamaydi. Aynan mana shu xatti-harakatlarni sodir etganligi uchun. Qolaversa, bu shartnomalar erkin tarzda tuzilgan, fuqarolik kodeksi ham ixtiyoriy tuzilgan shartnoma sifatida belgilangan. Shartnomani tuzayotganda, uni imzolayotganda fuqarolarimiz bevosita o'sha hamma shartlarni o'qib imzolagan. Qolaversa, yana bitta masalaga e'tibor qaratish kerak. Hozirgi kunda bu shartnomalarni, bandlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha migratsiya agentligida ish ketyapti. O'sha yuristlar, tegishli mutaxassislar ishtirokida hamda bevosita mana shu jarayonlarni alohida o'sha qonunchilikka moslashtirish masalasida ketyapti. Yana bitta narsani aytish kerakki, bevosita mana shu har bitta holat bo'yicha biz individual yondashamiz. Chunki mana holatlar bo'ladi, haqiqatan xodim majbur ish joyini tark etishga, sog'lig'imi yoki ish beruvchini qanaqadir tazyiqimi yoki boshqa holatlar. Mana shunaqa holatlarda hattoki o'sha sudlarga chiqib, sudlar jarayonida ko'rilayotgan jarayonda ham mana shu taraflarni o'zaro kelishuv asoslangan protsessual qonunchilikdagi o'sha nima deydi tartibni biz qo'llaganmiz. Mana bu protsessual qonunchiligida kelishuv bitimini tuzish degan narsa bor. Ya'ni taraflar o'zaro kelishuv asosida kelishuv bitimini tuzib, nizoni o'zaro hal qilish mumkin. Yoki mediativ kelishuv tuzish degan narsa bor. Demak, mana shu jarayonlarni ham biz qo'llaymiz. Ya'ni har bitta holatga individual yondashyapmiz. Qolaversa, fuqarolarning huquqlari bor. Sud tomonidan qabul qilingan qarorlarga nisbatan shikoyat berish, ya'ni o'sha agar birinchi instansiya bo'ladigan bo'lsa, apellyatsiya tartibida, keyin agar apellyatsiya bo'lmasa, kassatsiya tartibida, taftish tartibida shikoyat berish mumkin. Ya'ni o'zini huquqini himoya qilish bu protsessual qonunchiligida sudda to'g'risidagi qonunda ham belgilab qo'yilgan. Hozir ma'lumot bormi statistika, ya'ni nechta o'zbekistonlik fuqaroga shunaqangi da'volardan chiqqan? Mana 2026-yil bo'yicha biz 17 ta fuqaroga chiqdik. Shundan 4 tasi bo'yicha mediatsiya kelishuvini qildik. Eski ma'lumotlar yo'q, keyingi deyishda qancha sudlar bo'lganligi. Endi agar tahlil qilish kerak bo'lsa, men keyin yana qiladi. Ammo ya'ni bu narsa qanchalik rivojlangan, tarqalgan masalasida. Mana aytyapsiz, asosiy masala ko'p bizga aytilyaptiki, buni asosiy mazmuni shu noqonuniy migratsiyani oldini olish. Bu hammaga tushunarli. Ya'ni bizga murojaat qilgan vatandoshlarimizni ham aytyapti, hech kim aytmayapti, men noqonuniy yurganim uchun jarima soldi, men bundan noroziman deganini men ko'rmadim shaxsan. Balki bunaqasi bor, men ko'rmadim shaxsan, balki sizlarga ham. Ya'ni bizga ham mana tushunishim bo'yicha idoraga ham murojaat qilgan vatandoshlarimizning asosiy e'tirozi nima bo'lyapti? Biz qonun ishlayapmiz. Mana mehnat shartnomamiz bor. To'g'ri, biz u yerdan chiqib ketdik. Migratsiya agentligi vakolatxonadan kimdir rozilik ololmadik yoki olmadik, olmadik. Chiqib ketdik, lekin hozirgi kunda qonun ishlayapmiz. Ya'ni biz Koreya qonunchiligini buzganimiz yo'q. Noqonuniy migratsiyada emasmiz, O'zbekistonga pul yuboryapmiz, lekin uyimizga negadir mana shunaqangi talabnomalar kelyapti, sudga ochilyapti, hattoki bir vatandoshimiz 120 million so'mlik chiqqanini ko'rdik. Ya'ni agar maqsad shu bo'lsa, nega aynan shunaqangi shartnomasi bor, qonun ishlayotganlarga ham bunaqangi da'vo azizlar kelyapti? Men yana bir marta aytaman, demak, shartnomalar hozirgi kunda kuchida. Shartnomalarda o'sha 3 ta taraf haqiqatan shu shartlarga rozi bo'lib, shu bandlarga demak majburiyat olgan. Shartnoma fuqarolik kodeksi bo'yicha har bitta taraf o'zini majburiyatlarini bajarishi kerak. Demak, majburiyat bajarmaganligi uchun javobgarlik asoslari belgilangan. Shuning uchun ham biz bevosita buni ma'muriy tartibda qo'llaymiz jarimani. Bevosita sudga beramiz. Sud bevosita o'sha ko'rib chiqib, haqiqatan adolatli hamda qonuniy qaror qabul qiladi.
Demak, migratsiya agentligi nafaqat noqonuniy migratsiyani kamaytirish, balki vakolatxonani roziligini olish masalasi ham muhim. Endi hozirgi kunda biza bu siyosat yoki bu holat nimadan kelib chiqqan? Men yana bir marta aytaman. Bu o'sha bir demak qaysidir davrda nolegal fuqarolarimizni soni ko'payib ketganligi, bu o'sha kvotalarning kamayishiga olib kelganligi holatlaridan kelib chiqib qilingan chora-tadbirlar. Demak, qonun ham, shartnomaviy munosabatlar ham, shartnomalar ham dogma emas qotib qolgan. Demak, ayrim munosabatlar shakllanib, rivojlanib, ayrim holatlarda haqiqatdan zaruriyat yuzaga kelganda bu narsani o'zgartirish mumkin. Mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida ham har kuni qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, qo'shimcha o'zgartirishlar kiritiladi, eski qonunlarning ba'zilarini bandlari bekor qilinadi va hokazo. Demak, bu borada men yana bir marta aytaman, migratsiya agentligi ishlayapti. Aynan shu shartnoma bandlarini biroz adolat nuqtai nazaridan kelib chiqib, o'sha fuqarolarni o'sha nima deydi, huquqlari doirasidan kelib chiqib, o'zgartirishga hamda uni ko'rib chiqishga hozir ish ketyapti jarayon. Bitta tushunmoqchi bo'lgan narsa, misol uchun, xo'p, mana shartnomani qonuniy deyapsizlar, Adliya mahkamasining qarori bor, boshqa. Agar qonuniy bo'lsa, bu tizim ishlab turgan bo'lsa, nega aynan bu shartnoma shu bandni o'zgartirishga harakat qilyapti hozirgi kunda? Endi buni asosiy sababi mana nolegallar soni sekin-asta kamayapti. Ya'ni bizning oldimizdagi muammolar ham sekin-asta bartaraf bo'lyapti. Fuqarolarimizni ongi ham sekin-asta shakllanib, rivojlanib, huquqiy ongi. Demak, davlatda, chet davlatda endi unaqa xohlagancha yura olmayman, nolegal maqomda bo'la olmayman, noqonuniy maqomda, ertaga noqonuniy maqomda bo'lsam mana bunaqa oqibatlar yuzaga keladi degan narsa, tushunchalar sekin-sekin shakllanyapti. Demak, shakllangan sari biz ham bir qadam qo'yishimiz kerak albatta. Biz ham o'sha bevosita shu normalarni yoki shartnomalarimiz bandlarini ko'rib chiqishimizga to'g'ri keladi albatta. Yana bir hozirgi suhbatda yana bir qiziq paradoksda bu. Paradoks deymiz. Misol uchun mana demak Islom aka aytayaptiki, migratsiya agentligining o'zi o'sha $2000 shtraf qo'yishning maqsadi nolegalni oldini olish. Asosiy maqsad nolegal. Qancha maqsadlar bor tushunishim bo'yicha asosiysi shu. Asosiy shu, nolegal maqsadni olish. Ha, xo'p. Nolegal bo'lsa $2000 shtraf qilsang, nolegal bo'lsa $2000 har oyingiz shtraf keladi desa tushunsa bo'ladi. Tushunamiz. Mana nolegal chiqib ketsam, ertaga uyimga yoki kafilga $2000 har oy bo'yniga ilinadi. Nolegal bo'lmaydi deydi. Ha, xo'p, legalni, ya'ni qonuniy chiqib ketganga nima uchun qo'yiladi degan savol qiziqda, paradoksda. Hozir ya'ni bu yerda asosiy maqsadda, ya'ni migratsiya agentligining asosiy vazifalari ham qonunchilikka ko'ra ham, o'z nizomiga ko'ra ham o'sha tashqaridagi, chetdagi vatandoshlarimiz huquqlarini himoya qilish o'zi umumiy qiladigan bo'lsa, ularni himoya qilish. Hozir bu nima bo'lyapti? Fuqaro qonuniy boshqa zavoddan ikkinchi zavodga o'tyapti, hamma yo'q qonuniy, bu yoqdan shtraf kelyapti. Bu qandaydir huquqlarni bu buzish, ya'ni bu aslida migratsiya agentligining asosiy vazifa va funksiyalariga teskari shartda bu, teskari, ya'ni uni huquqlarini buzyapti, huquqlarini himoya qilishda unga. Shu bitta paradoks bo'ladi. Endi mana shartnomada imzo qo'ygan-ku degan nima qilyapti endi? O'zimiz bilamiz. Endi to'g'ri, siz noqonuniy masalani ko'rsatdingiz, undan tashqari men yana bir marta aytaman. Biz har bitta o'sha Koreya Respublikasiga yuborgan, ishga joylashtirgan fuqaromiz oldida mas'ulmiz. Demak, u agar ishdan bo'shayotgan bo'lsa, qayerga ketyapti, nima sababdan ishdan bo'shayotganligini xabardor bo'lishimiz bu bizning vazifamiz. Ertaga chunki balki yomon sharoitga tushib qolar. Mayli o'sha legal qonuniy ishlayotgan bo'lsa ham, balki ertaga o'sha ish beruvchisi uni yana tahqirlar. Ya'ni bizda ma'lumot bo'lishi kerakki, fuqaro qayerga ketyapti, nimaga bo'shayapti, nima sababdan bo'shayapti degan. Bu faqat nolegal maqomini olish emas, ya'ni fuqaro bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot yo'lga qo'yish hamda fuqaro haqiqatan ish joyini o'zgartirayotganda, xona migratsiya agentligi masalan sizlar meni ishga joylashtirgansizlar, men mana shu sabab bilan mana shu ishdan ketyapman degan narsani qanaqadir muloqotga kirishish menimcha o'ylaymanki bu hech qanaqa bir salbiy ta'sir ko'rsatadigan holat emas. Shuni bir jarima emas, boshqa yo'l bilan albatta bo'ladimi degan savol. Endi albatta. Mana Islom aka bitta masalada mana shu narsa, mana xo'p, vakolatxonaga bog'layapsizlar. Bu narsa korrupsiyaga olib kelishi mumkin emasmi? Misol uchun vakolatxona xodimini kimdir kayfiyati bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin, balki shaxsiy adovati bo'lishi mumkin. Endi hammamiz insonmiz-ku. Ya'ni misol uchun biron bir ishchi deylik bir yig'ilishda boshqada o'zaro o'rtasida qanday bahs munozara bo'lgan bo'lsa, aynan shunga nisbatan qandaydir adovat paydo bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni u yerda vakolatxonada ko'p xodimlar, 4 ta 5 ta xodim bor bilishim bo'yicha. Ya'ni shu narsaga olib kelish mumkin emasmi degan savol bor. Endi mana bilasizlarki, hozirgi kunda compliance nazorati bizda alohida tizim sifatida yo'lga qo'yildi. Lekin mana shu tajriba 2025-26 yil tajribasi har bironta bir fuqarodan
aynan mana shu vakolatxona bilan kelish roziligini olish masalasida qanaqadir tamagirli holatlar bo'lgani yoki korrupsion holatlar bo'lganligi to'g'risidagi murojaat kelib tushmagan. Demak, shundan ham ko'rinib turibdiki, bu yerda o'sha vakolatxona xodimlari ham o'sha qonuniy adolat asosida bevosita o'zini vazifasini bajaradi. Men nima qilgan narsalar, men masalan to'g'ri, masalan bir murojaat kelib tushmagan bo'lishi mumkin, lekin o'zi vakolatxona xodimlarini bizni vatandoshlarimiz bilan bo'lgan munosabatini qandaydir bir texnik jihatdan bir nazorat qilish, monitoring qilish imkonlari bormi yo unaqa imkoniyat yo'qmi hozircha? Qiyin juda ham, chunki biza qachon demak o'sha munosabatga kirishimiz mumkin, qachonki fuqaro haqiqatdan borgan joyda ishlab turgan bo'lsa, o'sha ish beruvchiga chiqib, u fuqaroga kontaktlariga chiqib, undan hol-ahvol so'rab munosabatga kirishish mumkin. Endi tasavvur qiling, fuqaro kelishmasdan yoki bo'lmasa chiqib ketdi ish joyidan, boshqa ish joyiga, umuman boshqa provinsiyaga o'tib ketdi. Demak, bunaqa holatda fuqaro bilan boyagi kontakt yo'qolib qoladi. Ya'ni biza fuqaroni qayerda yurganligini, qayerda ishlayotganligi haqida ham to'laqonli ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lmay qoladi. Chunki shaxsga doir ma'lumotlarga asosan Koreya Respublikasining tegishli davlat organlari ham bunday ma'lumotlarni bermaydi. Masalan, hozir zamonaviy kol markazlar tashkil qilingan. U yerda har bir misol uchun mijoz telefon qilsa, uni ovozlari yozib olinadi yoki o'sha SMSlari, xabarnomalar yozib boriladi-da. Men bilishim bo'yicha vakolatxonada hozir kol markaz tashkil qilinmagan ekan. Bizada vakolatxonada tashkil qilinmagan bilan bizada bevosita o'sha butun dunyo bo'yicha kol markazi tashkil qilingan. Bilasiz, tunu-kun ishlaydigan, 24 soat ishlaydigan o'sha kol markaziga telefon qilib yoki bo'lmasa murojaat qilib, bevosita o'zini muammolari bo'yicha har qanday fuqaro murojaat qilish mumkin. 24/7 formatda ishlaydi. Ya'ni o'sha misol uchun shu deylik vakolatxona ham mana shu kol markazi orqali munosabatga kirishganda balkim ularni yozishmalarini yoki muloqotini monitoring qilish imkoni bo'larmi degan savol. Taklifingiz o'rinli. Biz albatta bu narsalarni inobatga olib, balki o'sha masalan Moskva vakolatxonasida mana shunaqa kol markazi tashkil qilingan haqiqatdan. Chunki endi ob'em juda ham katta, bilasizmi, Rossiya Federatsiyasi fuqarolarimiz soni ko'lami keng bo'lgani uchun kol markazi tashkil qilingan. Bu kol markaz shu boyagi fuqarolar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirib boradi. Endi men taklif juda ham o'rinli. Men o'ylashimcha bu ijobiy natija beradi. Balki shu taklifni biz hozir rahbariyatga borib. Masalan, bu hatto mana ko'rish imkoni beradi-da, vaqtincha javob beryaptimi fuqarolarga, boshqa bo'lyapti, qanchada o'rtacha qancha vaqtda javob berilyapti degan narsalar bor. Bu narsalar zamonaviy kol markazlarga yo'l qo'yilgan. Balki shu ham fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam beradi. Endi bizda hozirgi kunda migratsiya agentligida shu sun'iy intellektni rivojlantirish orqali mana shunday fuqarolar murojaatlari bilan ishlash boshqa proyektlar bor. Hozirgi kunda amalga oshirilyapti bu dasturlar. Kelajakda agar balki o'sha sun'iy intellektni joriy qilinsa, fuqarolarning tegishli savollarini o'sha qanaqadir qisqa muddatlarda aniq to'laqonli javob berish imkoniyati ham tug'ilishi mumkin. Buni butun dunyoda hozir keng qo'llanyapti bu. Islom aka, yana bir statistika bizga yana bir kerak, qiziq bizga. Ya'ni mana shu jarimalar qayerga borib tushadi hozirgi kunda? Shu migratsiya agentligiga. Shu bo'yicha statistika bormi? Qancha pul undirilgan shu paytgacha? Demak, mana 2025-26 yil ikkita choragi bo'yicha agar oladigan bo'lsak, demak 1 milliarddan oshiq jarima undirilgan. 2005 bo'yicha ma'lumot yo'q hozircha. 2005 bo'yicha bor, keyingi yig'ilishda. Ya'ni nega misol beryapman? Ya'ni o'sha migratsiya agentligi to'g'risidagi nizom bor. U bo'yicha migratsiya agentligining daromad manbalaridan bittasi jarimalar ham bor ro'yxatida. Ya'ni shunaqa hatto ba'zi savollar, tasavvurlar paydo bo'lyaptiki, ya'ni mana shu tashkilot xizmat ko'rsatyapti va jarima bu daromad manbaidan biri sifatida shu jarimani undirishdan manfaatdor degan nimalar paydo bo'lyapti. Chunki hozir mana ko'ryapmizki, o'sha yo'l harakat xavfsizligi bilan bog'liq jarimalar boshqalar odamlar shunaqa haqli savolga olib kelyapti. Bular shundan manfaatdor bo'lib qoldi, doimiy jarima solishdan degan. Ya'ni o'sha qonuniy ishlasa ham jarima solinib turganligi, da'volarga kiritilayotib turganligi mana shu bilan tasdiqlanmaydimi? Endi bitta narsaki, masalan biz faqat migratsiya agentligi fuqarolarni mana shu shartnoma shartlar buzganlik bo'yicha sudga murojaat qilmaymiz. Biz nazorat qiluvchi organ sifatida masalan litsenziyasi faoliyat yuritayotgan shaxslarni ham tekshirib, ularga nisbatan ham jarima qo'llashimiz mumkin. Xususiy bandlik agentliklarga nisbatan qo'llash mumkin. Bizga vakolat berilgan. Bu degani demak, aynan bizning asosiy daromad manbayimiz mana shu tushgan pul mablag'laridan kelib tushayotgan mablag'lar degan fikrni keltirib chiqarmaydi. Bu jarima o'sha paytda shartnoma yana bir marta aytaman, migratsiya siyosatini qo'llab-quvvatlash, boshqa davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirish, noqonuniy migrantlarni kamaytirish sonini oldini olish, ko'payishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'lgan.
Bu jarimani miqdorini hattoki sud ba'zi holatlarda kamaytiradi. Misol uchun bunga misol uchun agar sud lozim topsa, shuning uchun ham bu yerda albatta tushunish kerakki, bu jarimaga solish bu migratsiya agentligining asosiy maqsadi yoki daromad manbai emas. Bu bevosita mana shu fuqarolarni demak o'sha qanaqadir tiyib turish mexanizmi. Bevosita ertaga o'sha noqonuniy maqomga chiqib ketishdan yoki bo'lmasa haqiqatdan qanaqadir noqonuniy xatti-harakatlarni qilishdan tiyib turish uchun qilingan bir kiritilgan bandlar. Yana bir savol bor shu yerda, mana dedik, siz mana savolga javob berasiz shu masala bo'yicha. Ya'ni o'sha viloyatlardagi migratsiya bo'limi boshqarmasi xodimlariga mana shunaqangi jarima undirganlikdan agentlik ko'proq pul tushirishiga qanaqadir KPI qilib qo'yilgan joyi bormi? Yo'q. Yani mikrofon pullari tushgan pullardan 5% yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Biza KPIga hech qaysi filial anaqalariga, agentlikni bo'limlarga KPIga yoki funksional vazifalarga aynan jarimani ko'proq undirsang, senga ko'proq KPI bo'ladigan hech qanaqa bunaqa belgilanmagan. Yo'q. Chunki migratsiya agentligini saytida ochiq ma'lumotlar yo'q. Ya'ni KPIda bir mezonlari e'lon qilinmagan. Bir o'rganib tanish bilsa yaxshi bo'lardi. Chunki haqiqatan endi davlat organi xodimlarni ishlash KPIlari boshqa ochiq bo'lsa, ancha bir ma'lumot bu mana shunga o'xshagan har xil nimalar, shubhalar boshqalar oldi olingan. Shunisi yana bir qiziqadigan bir savolga o'xshagan narsaki, o'zi $2000 miqdor qayerdan olindi? Nima sababdan $2000 degan? 500 emas, 1000 emas, 3000 emas. 2023-yil shartnomada shu 1,5 yaxshi bo'lgan ekan. Undan keyin inflyatsiya kalkulyatsiyasi borim buni. Inflyatsiya bo'ldimi degan savol bor bundan. Endi bu bevosita boyga aytganimizdek, o'sha oldingi yillarda noqonuniy maqomga chiqib ketayotgan, nolegal maqomda yurgan fuqarolarning soni ko'payishiga bog'liq. Demak, o'sha ta'sir chorasini nisbatan nima deydi, oshirilishi ularga mana shu kelajakda qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'ymaslik, ogohlik. Yana bir marta aytaman, migratsiya agentligi bu jarimani undirishdan, jarimadan daromad topishdan manfaatdor tashkilot emas. Bu jarimalar qilingan sanksiyalar, birinchisi yuqorida men qonunchilikni belgilab o'tdim, ko'rsatib o'tdim. Shu vazirlar mahkamasining qarorini aytib o'tdim. Demak, bu albatta o'sha bevosita fuqarolarimizni borgan davlatida qonuniy ishlashi, O'zbekistonning imiji, salbiy imijiga ta'sir ko'rsatmasligi. Chunki bu holatda ta'kidlab o'tish kerak, nafaqat Koreyada. Masalan, hozir o'zingizdan bilasiz, Yevropa davlatlarida ham o'sha salbiy munosabatlar paydo bo'lgan. Ko'plab fuqarolarimizni masalan o'sha Litva, Latviya davlatlari, Polsha davlatlari orqali kirib, keyinchalik boshqa davlatlarga o'tib ketishi, noqonuniy maqomda yurishi yoki bo'lmasa viza turini o'zgartirmasdan o'sha mehnat faoliyatini amalga oshirish holatlari bo'yicha e'tirozlar bo'lib, hozir hattoki o'sha viza berish masalasida ham qiyinchiliklar, muammolar yuzaga kelayotganini xabaringiz bor. Aytmoqchimanki, mana shu pozitsiyadan kelib chiqib, O'zbekistonda bugungi kunda shunaqa bir holatdan amalga oshirishimiz kerakki, O'zbekiston fuqarolari o'sha rivojlangan davlatlarga, yuqori maosh to'lanadigan davlatlarga bevosita ishonch bo'lishi kerakki, O'zbekiston fuqarolari haqiqatdan kelib, qonuniy ishlab, yana O'zbekistonga qaytadi degan fikrdan kelib chiqib, biz mana shu siyosatimizni Yo'q, bu tushunarli. Bundan bir farqi yana savol beryaptim. Nega aynan shu raqam 2,000 yaxshi bo'ldi, 1,5 yaxshi bo'ldi. Ya'ni bu qayerda, bu hisob-kitob qayerda bo'ldi? Chunki misol uchun mana men bilishim bo'yicha hozir barcha davlatlarga xuddi shu shartnomani qilgan siyosatchilar. Ya'ni farqi yo'q, qaysi davlat, ya'ni Yevropa davlatini boshqa. Misol uchun qaysi davlatda deylik yaxshiroq oylik berish mumkin, qimmatroq, yaxshi, kamroq bo'lishi. Misol uchun qaysi davlatda 8 yil 9 oy turgan bo'lsa, unga $2,000 birdan ko'proq qilmaydimi degan narsa. Ya'ni bu raqam hisobga kelmaganda qayerdan olingan va ikkinchisi nega har bir davlatga bir individual yondashilmayapti degan savol ham bor masalan. Davlat daromadga qarab turib. Nimaga endi har bitta davlatga individual yondashgan? Bu $2,000 hamma davlatga nisbatan qo'llanmaydi. Bu aynan Koreya davlatiga nisbatan shartnomalarda belgilangan summa. Masalan, oldin mana hozir Rossiya Federatsiyasiga ham bilasiz, o'sha xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida biz ishga joylashtiramiz. U yerda summa ancha past. Bu ham nima deydi, haqiqatdan holatlar bo'lyapti. Mana yaqinda bitta tashkilotdan, endi nomini aytmayman, e'tiroz xati keldi. Bizadan demak 20 ta odam so'ragan. Demak, borishda 20 ta odam borgandan keyin demak 12 ta odam ketavergan. Ya'ni ular yo'l kira xarajatlarini qoplayapti, patent bilan bog'liq hamma anaqalarni qilyapti deb borgandan keyin fuqarolarimiz endi ish joyini tark etib, demak, ish beruvchini noqulay vaziyatga anaqa qilyapti. Aytmoqchimanki, mana shu narsalarni oldini olish uchun ham biz mana shu narsalarni, choralarni qo'llashga majburmiz. Toki fuqarolarimiz borgandan keyin haqiqatdan o'sha shartnoma shartlariga, xizmat ko'rsatish shartnomasi, mehnat shartnomasi shartlariga rioya qilsin deymiz. Bizning talabimiz shu. Agar mana shu
holatlarda har qanday holatda o'sha kerak bo'lsa hozirgi shartnoma bo'yicha ham vakolatxona bilan agar rozilik olinib kelishilsa biz hech kimni sudga berib uni jarimaga tortish choralarini ko'rmaymiz. Demak, faqat protsedura bor, jarayon shartnoma bo'yicha shu jarayonga anaqa amal qilinsin degan bir anaqa bor. Yana bir marta aytaman, bu shartnoma bandlari ko'rib chiqilyapti, boya hozir aytilgan e'tirozlar, boshqa fikrlardan kelib chiqib, albatta bu narsani biz o'sha nima deydi, qonun talablariga moslashish harakatlanamiz. Mana 120 millionlik o'sha da'volarni ko'rganda ba'zi savol bo'lyapti-da, masalan, bu qanchalik adolatli? To'g'ri, qonuniy bo'lishi mumkin. Adolatli masalasi, chunki o'zi bir oyda qancha pul topamiz-ku, qonuniy ishlayapmiz, mayli noqonuniy ishlasak ham mayli edi degan odamlar savol bo'lyapti. Shunga hozir mana shu mediatsiya masalasi qanchalik keyin bu narsa amalga kiritiladi, qanchalik ko'p, chunki shunga o'xshagan ko'p ishlar keldi bizga, yana bularga ham keldi, bizga ham keldi-da, odamlarda va endi u hali shartnomaga o'zgartirish kiritilmoqchi bo'lgan qancha odamlarimiz bor, ularning masalalari bor-da, juda ko'pchiligi. Aslida bunday olgan qarangiz, hani ishni o'zgartiraman degan mavzuda ko'p emas aslida. Ya'ni aytmoqchimanki, mana o'zim aytyapman, 17 dan yo'q, 35 ta bo'lgan. 35 ta, masalan, aslida ko'p emas. Ko'p emas. Undan 30 tasiga ruxsat berilgan deyapsiz, 5 tasiga ruxsat berilmagan. Endi bu ham asosan shu Hyundai tashkilotidan. Hyundai tashkiloti. Bu o'zi mana shu Hyundai tashkiloti bilan bog'liq masala ham menda shunday tasavvur paydo bo'ldiki, aynan Hyundaiga loyihaga alohida munosabat, ya'ni bularga qattiqroq ushlab turish, ko'proq ushlab turish. Yo'q. Boshqa loyihalarda unaqangi emas. Yo'q, hamma shartnomada bu bandlar bor. Faqat Hyundai bilan bog'liq shartnomalarda emas, hamma shartnomalarda bor. Menga aytdiki, vakolatxonani xodimlari tomonidan aynan Hyundai zavodidan kelganlarga qattiqroq ruxsat olmashga qattiqroq talablar qo'yiladi. Boshqa nimalarda uncha emas, chunki shunaqa sizlarda shunaqa shubha borki, vatandoshlarimiz aynan shu ishni o'zgartirish uchun ketgan, borgan, bu shu maqsadda qilyapti. Ya'ni men tushunmoqchimanki, bular masalan mantiqda vakolatxona, sizlarning xodimlaringlar aynan mana shu zavodga borganlarni avvaldan maqsadi to'g'ri bo'lmaganligini qanday, qaysi kriteriyalar bo'yicha bir bahola olasiz? Endi men bilmadim, kim bilan buni masalani gaplashgansiz, kim bunaqa fikr bildirgan, men bilmayman. Har holda, lekin bizani demak, dastavvaldan fikrimiz yo'q, Hyundai qattiq ushlab turish kerak, u ketib qoladi, albatta fuqarolar degan fikr yo'q. Biz shartnomani tuzganmiz. Bu bitta Hyundaiga emas, boshqa shartnomalarda ham, boshqa 7-9 bo'yicha ham, boshqa shartnomalarda ham, mana 8 da ham, hozir misol uchun, o'shalarda ham hammasida masalan bir xil shart. Ya'ni bir xil shart, o'sha shartga rioya qilgan holda, agar rioya qilsa, biz hech qanaqa majburiyatni ham buzgan hisoblamaymiz, hamda uni sudga ham berib yoki javobgarlikka tortmaymiz. Demak, boyagi fikrlaringiz endi men bilmadim. Men bu fikrda emasman. Qattiqroq aynan Hyundai ushlab turishimiz uchun biz harakat qilyapmiz, vakolatxona aynan shunga o'zini diqqatini qaratyapti degan. Ular almashtiraversa Hyundai loyihani yopib yuboradi degan gap ko'p qaytarilyapti-da. Endi loyihani yopish masalasi, loyihani ishga tushirish masalasi hamkor tashkilotlarning mutlaq vakolati. Haqiqatdan Hyundai qachondir yo'q, bu loyiha o'zini samarasini bermadi degan bo'lsa, uni vakolat huquqini. Agar loyihani kelajakda davom ettirish mumkin emas deb. Yo'q, bu loyiha yaxshi samaradorlik beryapti. Masalan, fuqarolar haqiqatan ishlayapti. Demak, nima deydi, haqqoniy o'zining mehnati bilan o'zini ko'rsatyapti degan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, loyiha kengayib boraveradi. Odamlar soni ham, kvota soni ham kengayib boraveradi. O'sha nima deydi, bitta balans topishda, masalan, bir tarafdan to'g'ri, masalan, vatandoshlarimizni xorijda ish bilan ta'minlash kerak. Masala bu vazifa turibdi. Iloji boricha ko'paytirish kerak, o'sha kvotalarni ham boshqa ish o'rinlarini tashkil qilish kerak. Ikkinchi tomonda endi ish beruvchi bu xohlaymizmi yo'qmi, ish beruvchi o'zini manfaatidan kelib chiqadi, uni kapitalizm endi bu yog'i. Ya'ni o'ziga iloji boricha arzonroq, sharoitlarni o'ziga qulayroq bo'lgan, xarajatini kamroq qilib yaratishga harakat qiladi. Ikkinchi tomondan sizlarda ham o'zimizda ham mana vazifa turibdiki, vatandoshlarimizni ham manfaatlarini himoya qilish, mehnat huquqlarini himoya qilish. Shu yerda mana shu balans ish ertaga loyiha yopilib ketmasin, ish kamayib ketmasin deb turib, ish beruvchi tomonga ketib qolmayapti manfaatlariga degan savol bo'lyapti. Chunki ko'p qaytarib yopadi. Ha, mayli yopadimi yo'q, lekin vatandoshlarimiz nima bo'lsa ham yopmasin-da, vatandoshlar huquqlari buzilsa ham degan. Yo'q, men bu fikringizga sal qo'shilmayman. Chunki biz mana shu har bitta kelib tushgan fuqarodan murojaat bo'yicha o'rganamiz. Yaqinda mana holat bo'ldi. Endi shunday bu katta korporatsiya. Uni ichida turli demak tashkilotlari bor. O'sha ishlab chiqarish, boshqa tashkilotlari bor. Fuqarolarimiz u katta korporatsiyaning qaysi bir tashkilotda ishlaydi. Demak, ta'jubki, demak, albatta u yerda har xil ish beruvchi bo'lishi mumkin. Albatta yuridik shaxs ularning bizga fuqarolarimizga nisbatan, xodimga nisbatan munosabati ham turlicha bo'lishi mumkin. Yaqinda shunaqa bo'ldi. Misol uchun bitta ish beruvchi demak xodimni ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan.
demak asosiy vaji demak bu menga qo'pollik qildi, itarib yubordi, ichiriyotdi, men unga bir narsani tushuntirsam degan fikrni vaj keltirgan. Keyin biz o'sha kameralarni ko'tartirdik, haqiqatdan holat nima bo'lganligini. Holatda demak ish beruvchi qaytanga o'sha xodimga nisbatan demak o'sha nima deydi, qo'pol xatti-harakat qilganligi aniqlandi. Demak aytmoqchimanki, mana bunaqa holatlarda bizda hozir demak 20 dan oshiq advokatlik firmalari bilan shartnomalar tuzilgan. Bu Koreya Respublikasida, Qozog'iston, Rossiya, mana Turkiyada, undan tashqari mana biz Polshada tuzdik, Angliyada tuzdik. Demak o'sha aynan fuqarolarni buzilgan huquqlarni himoya qilish bo'yicha. Chunki 252 Vazirlar Mahkamasi qarorida mehnat va boshqa huquqlar buzilgan fuqarolarni demak migratsiya agentligi advokat yollash orqali $3000 summaga demak advokat yollash orqali himoya qilish vakolati berilgan. Demak, mana shunaqa holatlarda biza shunday tashkiloti bu, u ish beruvchi kim, ertaga u bizadan ish demak xodimni olib qo'yadi, xodim olmaydi-ku yoki hamkorlikni bekor qiladi degan fikrdan emas, aynan birinchi navbatda fuqaromizni manfaatida huquqidan kelib chiqib xatti-harakat qilamiz. Mana Islom aka, mana shu hunda bilan bog'liq. Men sizga bir savolda, xorijda ishlab turgan vatandoshingiz o'sha o'zini ish beruvchini tashkilotida tuzilgan yoki umuman shu davlat tuzilgan kasb uyushmalariga a'zo bo'lish huquqi bormi? Endi mana O'zbekiston o'tkazgan ham kasb uyushmalari to'g'risidagi qonun bor. Menimcha u qonunda ham faqat o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasb uyushmalariga a'zo bo'lishi, badal to'lash masalasi belgilangan bo'lishi kerak. Endi Koreya qonunchiligida bu masalada qanaqa deyilgan, men hali chuqur o'rganmaganman. Ularda masalan shunaqa moliyaviy bo'lmasa demoqchiman-da. Ya'ni sizlar tomonidan unga e'tiroz bormi yo'qmi? Marhamat, kasb uyushmasi agar Koreya qonunchiligida belgilangan bo'lsa, bizning shartnomamizda bironta bir faqat bizning shartnomamizda siyosiy uyushmalarga a'zo bo'lishi, turli siyosiy xatti-harakatlarga qo'shilishi mumkin emas deganmiz. Bu tushunarli endi. Chunki ertaga borib qaysidir bir mitingda, namoyishda ishtirok etadigan bo'lsa, bilamizki, bu mitinglarni tashkil etish, ishtirok etish bu o'sha davlat fuqarosining huquqi. Bizning davlat endi asossiz mehnat faoliyati bilan to'xtatish, ish tashlash bilan bog'liq biron bir siyosiy yoki boshqa tadbirda ishtirok etmaslik. Xo'p, ish tashlash bo'lmagan taqdirda, misol uchun u kasb uyushmasiga a'zo bo'lish bu siyosiy tadbir emas bo'lmasa kerak. Endi kasb uyushmasiga birinchi aniqlab olishimiz kerak. Koreya Respublikasida kasb uyushmasiga a'zo bo'lish huquqi bormi, yo'qmi degan masalaga. Chunki aksariyat davlatlarda o'sha aynan bevosita o'zini fuqarosiga bunday kasb uyushmalariga a'zo bo'lish huquqi berilgan. Chunki mana shu Ulsandagi zavod ishlariga men tushunishim bo'yicha a'zo bo'lganlar ham bor shekilli. Va o'sha ba'zilarini o'sha faollarga O'zbekistonda uylariga mehnat migratsiya agentligini bo'linmalari xodimlari, mahalla xodimlarini kelib uylariga shunaqangi ogohlantirishlar berilgan. Ertaga departament qilamiz, boshqa degan ogohlantirishlar aytishdi, bir nechtasi aytishdi. Shunda mana Eldor aka sizga savolda o'zi bu ma'ni hozircha norasmiy deylik, norasmiy mana shu vatandoshlarimizni mehnat huquqlaridan bittasi o'sha kasb uyushmalariga a'zo bo'lish haqqi edi. Kasb a'zo bo'lib o'zini mehnat huquqlarini talab qilishiga monelik qilish mumkinmi o'zi? Yo'q. Unaqa mumkin emas. Sababi bizning konstitutsiyada ham bor shunaqa bir kasb uyushmalariga alohida moddalar ajratilgan, kasb uyushmalariga a'zo bo'lish mumkin degan. Endi Koreya qonunchiligida ham demak unaqa bir monelik qiladigan joyi yo'q. Mana Islom aka ham aytyapti, agar qonuniy bo'ladigan bo'lsa, misol biz migratsiya agentligi tomonidan hech qanaqa bir qilinmaydi deyapti. Hozir norasmiy qilinayotgan narsa, demak bu qonunga zid. Ya'ni buni o'sha qanaqadir bu yerdagi demak uydagi qarindoshlari orqali unga bosim o'tkazish, qanaqadir ta'sir o'tkazish deylik, ta'sir o'tkazish chorasi. Ya'ni bu savolki, o'sha mehnat huquqlarini himoya qilaman degan bir qanaqadir harakatni siyosiy harakat deb topilmaydimi deb bo'lyapti-da. Ya'ni masalan ish beruvchi bilan kuchlashish, talab qilish, masalan ish sharoitlarini o'zgartirishga bo'lgan boshqa. Endi mehnat munosabatlari shunaqaki, ba'zi ziddiyatlar kelib chiqadi. Ziddiyatlar kelib chiqqanda ish beruvchi bilan o'sha xodim o'rtasida ziddiyatlarni o'zaro hal qilish mumkin. Qolaversa, hal qilishning boshqa yo'llari bor. Advokat, sud orqali, mehnat inspeksiyasi bor, xuddi bizga o'xshagan Koreyada ham mehnat vazirligi bor, boshqalar bor. Aytmoqchimanki, demak, bu nizolarni hal qilishning turli usullari bor. Shuning uchun ham o'ylaymanki, bu yerda mana shu aynan Koreyaga qonuniy borib ishlagan fuqarolarga nisbatan Koreya Respublikasida mana shu o'zini mehnat huquqlarini himoya qilish bo'yicha ularning fuqarosiga berilgan barcha huquqlar fuqarolarga ham berilgan. Shuning uchun ham bu yerda shu migratsiya agentligiga chiqib advokat yollash orqali himoya qilish bo'ladimi? Demak, o'sha Adliya vazirligiga murojaat qilish bo'ladimi? Yoki Bandlik va mehnat vazirligi yoki mehnat inspeksiyasiga murojaat qilish bo'ladimi? Barcha huquqlardan foydalanib oladi.
uning kasb uyushmasiga a'zo bo'lmagan taqdirda ham demak davlat bergan o'sha imtiyozlar, davlat uni huquqini himoya qilish bo'yicha barcha choralarni ko'rib qonunchilikda bor bu. Endi kasb uyushmasi bilan osonroqda, masalan, ularning imkoniyatlari bor, yuristlari bor. Endi oddiy ishchi masalan o'zini huquqiy xonligi kamroq bo'lishi mumkin, tilni bile yaxshi bilmasligi mumkin boshqa. Ya'ni biz ko'rdik o'sha ana shu vatandoshimiz halok bo'lgan jarayonda aynan shu Koreyadagi go'sht zavodini kasb uyushmalari talab qilib nima qilib chiqqanini ko'rdik. Ya'ni haqiqatdan aytilyaptiki, hozir bilmaysizlar, ma'lumot bormi o'zi ish beruvchini ayblagan bo'lganmi, buzilganmi yoki biz vatandoshimiz ham Bu texnik xavfsizlik qoidalariga ham rioya qilmagan holatlar bor. ya'ni ish beruvchi tomonidan ogohlantirilmagan o'sha o'zgarish kiritilgan degan. Men bu narsaga qo'shila olmayman, chunki o'sha bevosita borgandan keyin ish beruvchining majburiyati texnika xavfsizlik qoidalariga albatta tushuntirish kerak. Busiz ertaga ish beruvchini nafaqat bevosita ma'muriy javobgarlik, balki jinoiy javobgarlik ham bor ertaga qanaqadir og'ir oqibat kelib chiqsa. Shuning uchun ham aynan bilasizki, Koreya Respublikasida bunaqa qonun qoidalarga rioya qilish juda ham tartibga solingan. Hattoki o'sha bevosita ish beruvchi tomonidan qanaqadir huquqsizlik sodir etilgan bo'lsa, albatta o'sha bu jazosi qolmaydi. Shuning uchun ham bu yerda men o'ylaymanki, albatta Hozir bu natijasi, bir xulosasi bormi sizlarda? yo'q, hali yakuniy bir xulosa yo'q. Endi tergov surishtiruv ishlari ketadi, boshqa bo'ladi. Mana shu holatda vatandoshlarimizga nima yordam beradi? Kompensatsiya boshqa undirish masalasi bor. Vazirlar Mahkamasining 250-sonli qarorida o'sha vatandoshlarimizga yordam berishni bir qancha demak mexanizmlari bor. Birinchidan, og'ir ahvolda qolib ketgan fuqarolarimizga bir martalik moddiy yordam berish. Undan tashqari o'sha nima deydi, yashash joyisiz qolib ketgan. Men umumiy aytyapman, yashash joyisiz qolib ketgan fuqarolarimizga hostellarga joylashib pulini berish, vatanga qaytarish, jasadini vatanga qaytarish masalasi. Sog'lig'i hattoki yomon bo'lsa, shu migratsiya agentligi to'g'ri o'tda sug'urta bo'ladi, lekin ba'zi holatlarda vakolat berilgan, agar sug'urta puli yetmaydigan bo'lsa, migratsiya mablag'lari hisobidan uni sog'lig'ini tiklashga ham mablag' ajratish mumkin. Endi eng asosiy masala mana bu hozirgi mehnat va boshqa huquqlarni himoya qilishda advokatni yollash. Endi tushunamiz, misol uchun fuqaro vafot etdi. Endi qanday sabablar hozir surishtiruv ishlari ketyapti. Agar bu yerda ish beruvchining ayb bo'lgan bo'lsa, demak O'zbekistonda bitta joydagi bir fuqaro borib o'sha farzandi yoki otasi boshqasini albatta o'sha ish beruvchining noto'g'ri xatti-harakat sababli vafot etganini isbotlashi, uni yurishi, xarajat, ma'lum bir til bilan bog'liq muammolar yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun ham migratsiya agentligi shunaqa vakolat berilganki, advokat yollab, albatta uni huquqini himoya qilish. Agar mana shu holatda ham haqiqatdan huquqbuzarlik sodir etilgan bo'lsa, keyinchalik ish beruvchi tomonidan tegishli kompensatsiyalar to'lanmasa, Koreya Respublikasida juda ham anaqa bor, jamg'arma bor, maxsus jamg'arma. Mana shunday holatlarda o'sha xodimni vafot etgan taqdirda o'sha birinchi navbatda ish beruvchi tomonidan kompensatsiya qilinishi kerak. Agar ish beruvchida yetarli mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, jamg'arma hisobidan o'sha qoplab berilishi kerak. Endi aytmoqchimanki, agar shu holat bo'ladigan bo'lsa, advokat yollab, haqiqatan huquqlar buzilib, uni kompensatsiya to'lash nima deydi, bo'yicha qanaqadir choralar ko'rilmayotgan yoki qonun bajarilmayotganligi holat bo'ladigan bo'lsa, biz albatta advokatlar orqali bu narsani hal qilamiz. Demak, hozir u yerdagi harakatlardan xabaringiz yo'q, ya'ni biz vakolxona nima ishlar qildi shu paytgacha, ya'ni o'sha vatandosh. Yo'q, endi surishtiruv ishlari ketayotgani xabarim bor, lekin to'liq hali surishtiruv ishlari yakuniga yetmaganligi sababli men hozir aniq ma'lumot sizga bera olmayman. Mana o'sha shartnomani, mana 3 tomonlama xizmat ko'rsatish shartnomasini bitta o'sha vakolxonani ruxsatini olish punkti bitta qiziq savol paydo bo'lib qoldi hozir. Misol uchun barcha davlatlarda ham O'zbekiston migratsiya agentligini vakolxonasi yo'q. Yo'q. Misol uchun sizlar yuboryapti Yevropaning har xil davlatlariga. Deylik, Latviyaga, Litvaga yuborilgan, xuddi shu shartnoma bilan tuzga ketsa agar, u qayerdagi vakolxonadan ruxsat olish kerak? Demak, savolingiz o'rinli. Biz asosan vakolatxonasi mavjud bo'lgan o'sha davlatlarning shartnomalariga kiritganmiz. Demak, u yerda chunki vakolatxona bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt qilish, munosabat qilish imkoniyati mavjud. Yevropa bo'lganlar kim bilan kontakt qiladi? Ruxsat so'ramasdan o'tsa bo'ladi. Agentligi bilan deganmiz. Agentlik o'zi. Endi hozir yana yana shartnomaga qaytdik. Qiziq, biz o'sha Koreyadagi vatandoshlarimiz bilan gaplashganimizda oddiy savolda, "Xo'p, mana shartnoma qo'yibsiz. Ruxsat so'rab qo'ysangiz nima bo'lardi? Siz jarima bo'lmasdi-yu. Endi nima sababdan ruxsat so'ramasdan qonun buzib ketdingiz?" desa, endi ularni va'di shuki, bular mana bizni sheriklar, to'g'ri, men ruxsat so'ramaganman, lekin sheriklar nechtasi ruxsat so'ragan, umuman ruxsat bermaydi bular. Ularning gapida umuman ruxsat bermaydi. Biz hammamiz hafsalamiz pir bo'lgan. Mana deydi, kimdir o'sha grija deyapsiz, grijasi bilan ishlab majbur yotibdi. Ruxsat bermayapti.
ishlayapti, boshqa bo'lyapti. Hozir bu yerda qoladigan bo'lsa, biz ham bu yerda bir qanaqadir mayib bo'lib qolishimiz mumkin, kasal bo'lib qolishimiz. Shuning uchun biz ruxsat so'ramasdan keladi. Ruxsat so'rasak umuman bermaydi. Shuning uchun biz bu ularning gapi. Bu bitta taraf pozitsiyasi. Yo'q, ularning gapini aytyapman. Men shuning uchun chunki men bugun olib kelmanman, agar anaqa Yo'q, men qilsangiz keyingi anaqalarga hattoki shu ruxsat bergan 35 ta deyildi, o'sha hammasini olib kelishi mumkin, ko'rsatadi. Masalan, u mayli fakt bilan Islom aka, isbotlab nima berish qilsak, mumkin. masalan shu yerda bitta misol siz tavsiya berib ketsangiz, mana yurist sifatida o'sha vatandoshlarimizga shunaqa ruxsat olmayotib turgan bo'lsa nima qilishsin? Masalan deylik, o'zlari mana hozir aytyapmiz-ku, o'sha ruxsat bilan murojaat qilganini tasdiqlash uchun balkim agentlikda o'zi yuborlar. Masalan o'sha aklatxona ruxsat berib, balkim sizlar ko'rib chiqib, o'sha haqiqatdan ham kasal bo'lsa ko'rib chiqasizlar, qo'shimcha imkoni bo'ladi. Ya'ni qanday tavsiya berasiz, ular nima qilishadi? Endi jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunga asosan murojaat huquqi cheklanmagan. Ya'ni fuqaro og'zaki, yozma, elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Agar vakolatxonada ishi bitmagan bo'lsa yoki bo'lmasa vakolatxona uni murojaatiga qanaqadir nima deydi, yetarli darajada e'tibor bermagan bo'lsa, migratsiya agentligi bor. Migratsiya agentligida rahbariyati bor, markaziy apparat bor. Marhamat, demak fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha alohida bizda boshqarma bor. Demak, mana shu jarayonda demak bevosita murojaat qilsa, u biz murojaatni ko'rib chiqamiz hamda tegishli tartibda kerak bo'lsa, vakolatxona agar noto'g'ri xulosa bergan bo'lsa yoki bo'lmasa shu noto'g'ri rad qilgan bo'lsa, uni o'rganib chiqib, unga ijobiy xulosa ham berishimiz mumkin. 1282 telefon qilasiz. 1282 yoki bo'lmasa xorijiy ish dasturimiz bor, bilasizlar, platformamizda. Platformaga ham bevosita murojaatni joylashtirish. Telegram bot bordir. Telegram bot bor, chiqarib hamma imkoniyatlardan foydalanamiz. Telegram bot chiqarib qo'yamiz nimaga ekranga, xudo xohlasa. Aytganimizdek, asosiy migratsiyani agentligining maqsadi o'sha huquqlarni himoya qilish. Ya'ni qonuniy asl maqsad qonuniy o'chida ishlasin, nolegal bo'lmasin. Qonuniy ishlagan xodimga qanchalik yordam beraylik qiynalgan joyda. Asli shunaqa bo'lish kerak-da. Endi agar u o'zi demak gaplashganimiz o'sha 20 million ham bormaydi oyligimiz degan, o'sha 20 million topsa-yu, bu yoqdan yana qonuniy ishlasa-yu, bu yoqdan yana million shtraflar kelsa, u adolatsizlik, bizni fikrimizcha adolatsizlik bo'lib qoladi-da. Shu tarafdan mana hozir Islom aka aytdi, mana biz shuni qiluvdik, 2023-yilda shuncha edi va 2025-yilda 2000 taga ozdi nolegallarimiz ozaydi. Men shu fikrga qo'shilmayman. Sababi nima? Hozirgi holatda jarima qo'yishda oqibati nima bo'ladi? Oqibati shunaqa bo'lyaptiki, mana nolegallar emas, legal qonuniy ishlayotganmiz. Ular hozir o'sha migratsiya agentligi baribir davlatda nima deydi, davlatda manfaatlarini davlat deb ko'rinadi fuqarolarimiz, davlatda vakili deymiz, vakolatli organ. Ya'ni hozir Koreyadagi qonuniy ishlayotgan fuqarolarimiz qonuniy bo'lsa ham bizga jarima qo'llayapti deb turib, davlatga nisbatan qanaqadir bir ishonch yo'qolishiga sabab bo'ladi. Oqibati shu bo'ladi degan xavotirdaman-da, sababi gaplashganda shunaqa. Haqiqatan qonuniy ishlasa nimaga bu yana Koreya emas, O'zbekiston tomonidan yana jarima qo'yib turib, u 1 yilligini o'zi pul yo'ligidan ketgan bo'lsa, qanchadir hajat qiladi, qanchadir uyiga jo'natadi, boshqa qiladi. Bu haligi o'lgan ustiga tepgandek bo'lib holat bo'lyapti. Ya'ni bunaqa tizim, o'sha jarima tizimi, ya'ni qonuniy ishlab turgan bo'lsa ham, demak jarima qo'llash tizimi menimcha oqibati shu. Ya'ni migratsiya agentligiga ishonchsizlik hissini uyg'otadi. U ishonchsizlik bo'lgandan keyin fuqaro u oddiy muammosini ham o'zi ko'tarib chiqa olmaydi migratsiyaga. O'zi men qonuniy ishlasam ham menga adolatsizlik qildi-yu deb turib ishonch bo'lmaydi-da. Boshqa huquqlar buzilsa ham boshqa yo'llarni qidirishni boshlaydi, advokat qidirishni boshlaydi, boshqa qiladi. Mening fikrim shunaqaki, hozir yaxshi Islom aka aytdi, shu uni qayta ko'rib chiqyapmiz bu shartnomani. Men shuni tezroq amalga oshirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi degan fikr. Shu bilan birgalikda men yana bitta narsa aytmoqchi edim so'zimiz oxirida. Biza mana endi o'zimiz yuridik mutaxassis bo'lganimiz bilan fuqarolarimiz ko'pincha mana shu shartnomalarning mazmunini, ba'zi majburiyatini bilmaydi. Shuning uchun ham hozirgi asosiy maqsadimiz, asosiy ishimiz shundan iborat bo'lishi kerakki, fuqarolar huquqining darajasini ko'tarish kerak, rivojlantirish kerak. Ya'ni o'sha bevosita shartnoma munosabatlarda shartnoma majburiyatlarini bajarish yoki bo'lmasa haqiqatdan u adolatli qaror qabul qilishini xohlasa, bevosita mana sud orqali murojaat qilish imkoniyatlari haqida shu ko'proq targ'ibot qilinsa, menimcha bu ham yomon bo'lmaydi. Lekin albatta adolat nuqtai nazaridan biza migratsiya agentligi doim adolatni qaror topishini xohlaymiz. Bu borada asosiy siyosiy pozitsiyamiz ham shu. Demak, fuqarolarning haqiqatdan huquq va manfaatlarini himoya qilish bizning ham asosiy ustuvor yo'nalishimiz hisoblanadi.
Islom aka, endi huquqiy oshish masalasi ancha murakkab, uzoq jarayon-ku, lekin birinchi navbatda meni fikrimcha mana shu narsa nima uchun qilinyapti o'zi deb, masalan, har bitta fuqaromizga, ya'ni Albatta. seni pulingni olib qo'yish uchun emas, jazolash uchun Albatta. emas, ya'ni shunaqa hammamizga yaxshi bo'lsin degan ma'noni bir yetkazib berish kerak. Ya'ni vatandoshlarimiz ham bilish kerakda, ertaga yo'lga borib qanday qonun buzganda, noqonuniy ishlaganda yoki qandaydir bir yomon holatga tushib qolganda boshqa vatandoshlarimizga ham shu ta'siri borligini, Albatta. davlatimiz ta'siri borligini bilishlari kerak. Bu narsani tizimli ravishda tushuntirib borish kerak. Mana shu qaraganda mana shu agentlik shu yo'l tanlab shunaqa shartnoma qilgan. Lekin tashqari O'zbekistonda xususiy bank agentlari bor. Ular ham chetga boryapti ishlarga. Ularda ham xuddi shu muammo bo'lsa kerak. Ya'ni chiqib ketish, noligaga boshqa ishlasam ketishlar. Ular bu muammosini qanday hal qilyapti? Endi Ular man yana bir marta aytaman, 313-sonli Vazirlar Mahkamasining qarorida bu faqat migratsiya agentligiga tegishli emas. Aynan qonunni buzib, xorij mamlakatlaridagi o'sha tegishli qonunchilikni, shartlarni buzgan shaxsga nisbatan kafillik tizimini shartnoma ketishdan oldin hamda jarima masalasini qo'llashni Vazirlar Mahkamasi qarori belgilangan. Shuning uchun ham biz ham tavsiya qilganmiz, chunki bitta narsada xususiy bandiy agentliklarni anaqasi taraf shundaki, ular xorijga ishga jo'natgandan keyin, fuqarolar ketgandan keyin ular ko'proq rekrut kompaniyalar bilan munosabatda bo'ladi. Agar fuqarolar ko'plab ketib qoladigan bo'lsa, ular hamkorlikni to'xtatadi. Demak, xususiy bandiy agentlik o'zining biznesi bevosita ertaga kasod bo'lishi demak imkoniyatlari kengayadi. Shu sababli ularda ham albatta mana shu fuqarolarni tiyib turish, yuborgan davlatida bevosita ishlash masalasi, noqonuniy maqomga chiqib ketmaslik masalasi ularga ham biz talab qo'yamiz. Chunki agar har bitta fuqaro borgan davlatida, endi bilasiz, migratsiyada tizimida shunaqa hozir tendensiya paydo bo'lgan. Birinchi o'sha Latviya, Litva kabi davlatlarga bora oladi, keyin Germaniyaga qarab, Fransiya boshqa davlatlarga qarab intilish kuchayib bormoqda. Ya'ni bevosita bundan albatta Yevropa davlatlari juda ham nima deydi, manfaatdor emas. Ular ham o'sha davlatga kelgan fuqarolar, Schengen zonasida ishlayotgan fuqarolar qonuniy mehnat migratsiyasi bo'lishini hamda ishlab bo'lgandan keyin, mehnat munosabatlari yakunlangandan keyin o'zini yurtiga qaytib ketishini tarafdori hamda shunaqa siyosat olib boryapti. Aytmoqchimanki, mana shu jarayonda bu faqat tiyish mexanizmi. Fuqarolarni ertaga O'zbekistonning imijiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xatti-harakatlarni sodir etishdan tiyish mexanizmi. Siz bilgan biror bir xabarda shunaqangi shartnoma qilingan, shunaqa qo'llangan? Bor. Ya'ni ular sudga chiqqan. Chunki biz ularga imенно topshiriq xati jo'natganmiz. 313-Vazirlar Mahkamasining qarorining ijrosini ta'minlash bo'yicha bizni nazorat qiluvchi organimiz xususiy bank. Bu majburiymi? Majburiy emas, o'sha 313, ya'ni normativ hujjatni demak Vazirlar Mahkamasining qarori bu majburiy xarakterga ega bo'lgan normativ hujjat hisoblanadi. Xohlamasa shunaqa qo'llash kerakmi? Ya'ni kafillik boshqa. Yo'q, albatta bu chunki Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilanyapti. Vazirlar Mahkamasining qarorini majburligi belgilangan yo ixtiyoriy narsami? Shart deyilgan. Shart deyilgan. Qiziqmi, o'rganib chiqsak bo'lar ekan. O'rganib chiqaylik. Eldor aka, bu hozirgi kunda sizda shu bo'yicha nimalar bormi? Nima deydi? Mijozlar bormi? Bu ish olib boryapsizlarmi sudlarda? Hozir mijozlar bor. O'sha ishlarni boshlab qo'yganmiz. Hali yakunga yetgani yo'q lekin. Yakunga yetgani yo'q hozir. Jarayonlar ketyapti. O'sha bizga murojaat qilganlar bo'yicha. Shunda mana shu yerda Islom aka, mana shu oxirgi bir savolim. Mana deylik, o'zi albatta kariyada bo'lishi mumkin. Yaqinlari, kafillari kelib sudda qatnashadi. Shularda o'zlari masalan sizlarga yoki sudga aytishi mumkinmi? Mediatsiya qilib tegishli. Albatta. Mediatsiya qilish bu har bitta tarafni huquqi. Biz ham chiqishimiz mumkin sudga mediatsiya qilaylik deb. Agar boyagi holatlar, har xil holat bo'ladi. Haqiqatan fuqaroni aybsizligi, fuqaroni shu shartnoma shartlarni bajarmaganida, nima deydi, unga bog'liq bo'lmagan holatlar aniqlanganda, biz ham mediatsiya bo'yicha ariza berishimiz sudga. Aksariyat holatlarda biz ham ko'proq beramiz. Ular bunaqa imkoniyatlar borligidan bilmaslari mumkin-da. Yo'q, mediatorlarni bizda mediatorlar bor. Bevosita o'sha hamkorlik shartnomalarni tuzganmiz. Mediatorlarni topishda, ularni demak xarajatlarni qoplashda fuqaroga deyarli shu paytgacha hech qachon yuk bo'lmagan. Hozir Koreya bilan bog'lash 17 ta holatda mediatsiyani taklif qildinglarmi sizlar? 17 tasida emas, 4 tasida mediatsiya kelishuvga tuzilgan. Kelishuv. Demak, vatandoshlarimizdan agar bizni ko'rib turishgan bo'lsa, bir ham o'zini bir advokatlarga, yuristlarga, yaqinlarga aytishlari mumkin. Shunaqa imkoniyat ham bor ekan. Albatta. Balkim bu to'liq bekor qilmasa ham, balkim o'sha jarima summasini kamaytirish imkonini berar. Qandaydir yengillik maqsadida.
Xo'p, rahmat katta sizlarga. Sog' bo'ling. Bundan keyin shunaqangi bir vatandoshlarimiz uchun muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga, tushuntirishga, ochishga harakat qilamiz. Umid qilamizki, migratsiya agentligi mana siz aytganingizdek, mana shu shartnoma o'sha aynan shu nima deydi, odamlarda savol tug'ilib turgan joylarni barqaror o'zgartirishga erishadi yaqin kunlarda va vatandoshlarimiz olib borish qonuniy ishlab, ayniqsa qonuniy ishlaganlari shunaqangi jarimalarni to'lamasdan O'zbekistonga yana qaytib kelishadi. Biz bu mavzuni doimo nazoratda olib turamiz va bundan keyin ham ko'rib boramiz. E'tibor aka, sizlarda ham mabodo yangiliklar bo'lsa, mavzular bo'yicha bizga murojaat qilinglar. Bular bir balkim birga keyingi bir tekshiruvlarimiz, tahlillarimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat, Septa. Sog' bo'ling.